sosyalistik Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Bugun bir muhim mazmunda ekranda açtık. Tünügün ayağı şu xalqimiz arasında qizg'in munozara bo'layotgan şu Amerika parlamentida o'tirib chiqqan Tibetliklar bilan Hong Kong'niki mustaqilligini ishga oshirish to'g'risidagi bir taklif loyihasi, qonun loyihasi o'tirib qo'yilibdi. Bu qonun loyihasi ish kelisida Prezident Trumpga Tibetni va Hong Kongni mustaqil davlat deb e'tirof qilish, shunday bir huquqni berish prezidentga bir qonun loyihasi ekan bu. Bu gerçi bizning kallamizda bo'lsa-mu, ammo tuyuqsizda buniki o'tirg'i chiqib kelishi oz bo'lmagan qarindoshlarimizni sal cho'chitganmi bo'ldi. Amaliyotda buniki tubki sabablar bo'lishi kerak. Ya'ni Amerika Xitoy munosabatlaridagi jiriklashishiga ergishib, yaqindan oyog'i diqqat qilib kelyapmiz qarindoshlar. Prezident Trump necha qatim dedi, zarur topilganda biz Xitoy bilan bo'lgan barliq munosabatni kesib tashlaymiz degan gapni necha qatim dedi. Bu demakki diplomatiya munosabatini uzimiz degan gap. Buningga masalda bu masalan deylik, yaqinda Xitoy hozir ichki yig'in echiyotdi Beijingda. Qurultay bilan siyosiy kengashning yig'ini echiyotdi. Bular dunyoning tishig'i tekkini yetmagandek Hong Kongda o'z Xitoyning qonunini yurgizadigan bir bexatarlik qonunini yo'lga qo'yish to'g'risida shu ichki yig'inida muzokara beryapti. Demakki, bu qonunni Xitoyniki uzunga qolmayla amaliylashidir degan gap. Agar shu qonun amallashib qolsa Hong Kong tugadi degan gap. Hong Kong Xitoyniki bir normal shahri, xuddi Beijing, Shanxayga o'xshashlar bir shaharga aylanib qoldi degan gap. O'tgan bir mezgil Hong Kongliklarniki ko'chaga to'kilib ketganligini ko'rgan qarindoshlar. En köp bo'lganda 2 milyon Hong Konglik ko'chaga chiqib namoyish qilgan bir qonun loyihasi uchun. Ammo bu qatam u Hong Kongni butun xitoylashtirish, butunlay Xitoyning bir shahri qilish qonuni qurultayda, xalq qurultayi, Xitoyning xalq qurultayida ma'qullandi degan gap Hong Kong tugadi degan gap. Unda bo'lgandan keyin Hong Kongda teg'im cho'ng keng ko'lamlik namoyish hatto va boshqa shakldagi qarshiliklarning yuz berishini tasavvur qilish oson emas. Ama bu yerda Amerika bilan G'arbniki Hong Kongda manfaati bor. Masalan, necha 10 ming Amerikalik yashaydi Ashada, ham xalqaroniki nurg'un shirkatlari Hong Kong orqali Xitoy bilan tijorat qilgan Hong Kongda tub iqtisodiy manfaati bor shirkatlar bor. Demakki, masalan, Angliyaning nurg'un nimalar bor, o'sha grajdanlar yashaydi Ashada. Mutlaq ahvolda Hong Kongdagi bu cho'ng o'zgarish G'arb ellarida qattiq silkinish va qattiq qahr-g'azab qo'zg'adi. Bunun masalda Xitoy o'ziniki Boxay dengizida 2 oyga so'zilgan manevr o'tkazadi. Harbiy manevr. Ya'ni u yerda sinoqli emas, haqiqiy qurol ishlatib, etib turib manevr o'tkazadi. Ansaq Yaponiyaniki bir televiziya kanalının aytishicha 8-oyda hozir Tayvan boshqarayotgan bir kichik orol bor, Dongsha oroli deyilgan. Aş aralını tartib edish maqsadida 8-oyda aş aralning atrofida manevr o'tkazdi ham u orolni besib oldi ekanmish. Demakki, hozir vaziyat nihoyat keskin bir holatda. Bundaq bir ishki qonun loyihasining o'tirg'i chiqishi nimadan derak berdi bizga? Bugun bu yoqda shu bir qancha qarindoshimiz bilan nima yaparmiz? Muzokara yaparmiz. Bugun yana ekranimizda hammamizga tonish bo'lgan qarindoshlarımızdan Germaniyadan Abdurahimjon, Norvegiyadan Erkin Rozi ve Amerikadan Ümit Uyg'ur qarindoshimiz bor. Assalomu alaykum qarindoshlarım. Jasorat Munbirga xush keldinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammanglarni yana bir qatim sog' salomat ko'rganimdan xush bo'ldim. Bugungi tema bizga jiddiy tema bo'lib qoldi. Tuyuqsizlar bu endi bir emas, ikki yaniki mustaqilligini
e'tirof qilish haqida Amerika parlamentida bir qonunning chiqishi shaxsan menga nisbatan sal tez kelib qolgandek, sal o'ylamagandek ishlar bo'ldi-yu. Ammo bu gerçek, haqiqat. Endi bu qonun qanchalik darajada olg'amadi, ya'ni Prezident Trump avval ishki nimadan o'tamdi, masalan, yuqori palata, tuvan palatadan o'tamdi, andan keyin Prezident Trump buni ijro qilamdi. Bu keyingi masala. Ammo mushuning o'tirib qo'yilishining o'zi alohida bir ahvol hamdi. Mushu Xitoyning parchalanishi, uningga bog'lanishni xohlamaydigan, masalan, Tibet, Hong Kong, Tayvanga o'xshash jumladan Sharqiy Turkistondagi mustaqilligi buningga berib zich munosabatlashadigan bir ish bu. Aldı bilan bu söz başlashdan burun bu ishga qonunning nusxasini bir ko'rib chiqayli. Buningda bu qonun loyihasini yo'llagan odamning ismi Perry Scott. Parlament a'zosi Perry Scott. Bu Hong Kong to'g'risida yo'llagan qonun loyihasining ismi HR 6947 ekan. Bu Hong Kong, ya'ni Prezident Trump'a Hong Kong Special alayda rayonini Xitoydan mustaqil bir davlat qilib jakalash huquqini berish Prezident Trump'a deyilgan qonun loyihasiga buni qarsanglar Congress Go deydi, ya'ni Amerika Kongresining to'r betida e'lon qilingan narsa bu, ya'ni bu hech qanday saqligi yo'q degan gap. Yana birisi o'xshashlar Congress Go'da, ya'ni Amerika parlamentining to'r betida buniki nimasi bu qonun loyihasining nomeri HR 6948 ga bu Prezident Trump'a Tibetni mustaqil bir davlat qilib jakalash huquqini berish to'g'risidagi qonun loyihasiga. Bu 19-sila mush ayning 19 yo'llanibdi. Endi buniki oldi bilan shu og'inlarimdan so'raydiganim, bu ishki qonun nima tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi? Sizlarning kallanglarga qanday o'y keldi? Nima sababdan bu tuyuqsiz chiqib qoldi, ham jiq odamlarni cho'chitdi? Mush yoqda sizlarning o'ylaganinglarni qisqacha bir anglab o'tsak. Ana merhaba. Aleyküm selam. Assalamu alaikum. Hürmetli cesaret munbirideki qarindoshlar, fikrdoshlar. Assalamu alaikum. Dünyanın har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar. Oldi bilan o'zingizlarga muborak bo'lsin. Bu necis Xitoyning kasofatidan bu qatamqi etnimi yaxshi o'tkazamadik. Uyning ichiga solinib qolib, uyda o'tkazib qarindoshlar. Shundoq bo'lsa-mu, bir xatliqning keyindan yana kutmagan bir qancha xo'shallik Alloh taoloninki nasib qilgan xo'shalliklari bor degan va'dasi bo'yicha xo'shalliklar kelyotdi. Bir tarafdan Uyg'ur qonunining tasdiqlanishi, bugungi kunda tasdiqlandi degan cho'ng bir tashviqotlar bor, ertaga kunda tasdiqlandi, ertaga kunda. Buni endi biz Uyg'ur qonuni, Uyg'ur inson huquqlari qonuni tasdiqlandi deb shunda xo'shal qiyinimizga patmay xo'sh bo'lib turib Pokkudlam hazır anladığınladek şundaq Tibet'nin müstakillik layihasi ya kanuni andaki Hong Kong'un onun qaygışıp Tayvan'dan bakıdı. Bu üç rayonundaki Xitaydan ayrılıp çıkıp öz aldığan müstakil devlet buluş qayini Prezident Trump'ninki hüküm çıkırış hukukunu tasdiqlash, yani Prezident Trump'a to'liq huquq berib, zaten o'zi qanday xolisa shundaq qaror chiqarganға buni salohiyatlik adam qilmaymiz degan bir taklif loyiha ekan bu. Endi shu Avam palata, Kengash palatadan hammasini o'tib bir ish bu Prezident Trumpning qo'liga tushsa, o chaqda xolisa mustaqil bo'ladi deb farmon chiqargan gap. Xolisa shuni ko'zirqib yurib, endi Xitoyni u yoqqa ishdi, bu yoqqa ishdi, bo'zaq qildi degan gap qandoqli bo'lmasin, Amerika Devlet Meclisi'nde, Kongresi'nde bundaq bir teklifin o'ttirib chiqishi buni endi bizga naati bak yengillik bo'lib ketdi bu. Qanday deysanglar, mana shu yerda bir gap qo'shib qo'yayman. Uni keyin qo'yaymiz, shunda bo'lsinmi? Degan kelib qoldim. Chunki men 20 yilning yog'i shundaq mustaqil degan gapni Amerika tarqamaydi. Xitoyga qarshi mustaqillik desak, g'arb tunimaydi degandek shundaq gaplarning ichida men bu şunun aksı qaymoq yurgan, uzun yillab mushularninki aksini agishib yurgan birisi bo'lg'ashqa,
Şunda bolsun zaten bir ağzını çıkarıp müstakillik talep kılımız dep baksak bulmamdı bir hükümetke. Neme üçün çekleyti bizni zaten bulmaydı müstakillik ağzımızdan çıkıp kalıp kalsa bizge zaten iş takılıp tutudu, iş ne kirdirmeydi o deydiğen oşunda kuku korkunçlarının içinde uzun zamanen muşlağı ergişip davagerlerinki ağzını çıkmayıp yapınınki özü rast okşaydı o deydiğen uzun zamanen var. Ben bunu endi azrak sözlemek çok kalın yapmışlar. Şurada bir gayret uzul yazır. Amerika hükümeti de endi Kongresinin özde ama şu Trump'a Tibet'nin müstakilliği, Hong Kong'un müstakilliği, Tayvan'ın müstakilliğini karar çıkış hukukunu vermez de bunda oturup çıkış edilmeyince o pareti yetmez. Bu yaman bek çoğun gel. Ben şunun bilen bunu tünügün başta bu haberini algan çağında yalan haber mi ki de Facebook çıkıp koygan tim. Hem izahat verip koygan bay haber yalganlık ispatını kaç ücretmeyem de. Karışam o yalgan emes ki o halk taraftar için bu şunda haberin takipçileri da o rast haber ki rast ki ikisi de haber ki de bu rast ki bu. Yani Amerika hükümetinin içindeki Amerika sanatının birisi oturup kuyuvatkan nesne mi bu? Yani kongres sunatkan bir layıha. Endi hoş. Bunun da endi şunçik hayacanğa çüvüldük. Akşam keçinin yağı xeyli uzakça uyğam gelmedi. Qayaqdan çıkıp beni qanda xabar çıqa kelib. Әттен яғын uşaqlarınki aldaqısı qarab tutuq. Men hazırcha müşə toxtaqlar qırındaşlar hayacanlı ketibmi? Endi yana muşu qanunlarınki çıqıdğa yerleri, yeni şu çoğ dünyanın ögüsü vatqan Amerikadaki Ümit qırındaşımız Ümit Uyğur bunu özü yaxşıraq bir düşünçmese onun da keyin rahmet bir qo'shimcha so'z qırındaşlar. Rahmet hozir müşə toxtaqlar. Assalomu alaykum qarindoshlar, hammanglarning mushaq xayrli bo'lsin. Aleykümselam. Abdurahimjon qarindishimiz bilan jasorat nihoyat yaxshi ifodalab berdi. Hamda bu qonun haqiqatan hammamizni shunchalik hayajonlantirdi. Hamda ba'zi qarindoshlarimizning xabari bo'lgandek hammamiz degidek bugun kechacha mushu hayajondan uxlamadik desak bo'ldi. Hamda darholla Tibet sürgünlü hükümetini ve Scott Perry efendiga rahmet xatlarimizni yazgan bulduk. Bir yerde hem de bu hoşallık fakat Hong Kongluklar bilen Tibetliklarning hoşallığı emas deb qarayman bu. Bu bütün şu ezilayotgan xalqlarningki ya bo'libmi bizga o'xshash Uyg'urlarga o'xshash ishg'oliyat ostida yashayotgan xalqlarga naati çoğun bir hoşallık bu. Abdurahimjon qarindishimiz ifodalagandek bu Amerikaning yani dunyoninki demokratiyaning beshigi bo'layotgan hem kuchlik ba'zi davlatlar bor demokratik o'zlarini demokratik plani davlat u bu deydi ama dunyoda so'z haqqi yo'q bir kuchga ega emas bu davlatlar bor ularning qilgan so'zlarining hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Hem de bulup Amerika'daki bir devletten teşkilatlarının ya olmasa mesela şu Tibetlikler özünün ya ki Hong Kongluklarının özlerinin teşkilatlarının talep kılgan bir talep emas bu. Bu Amerika'daki Bay Abdurahimjon'la cesaret diyendek Amerika'daki bir siyasiyonun yani Pennsylvania ştatındaki milletvekili bu Scott Perry efendi yani milletvekili Amerika'daki muhim bir milletvekillerinden birisi bunu Amerika'nın parlamentosunun içindeki Tashqi ishlar komitetiga yo'llash, yani Amerika parlamentosiga mushundaq bir qonunni yo'llash deganlik bu yalnız Tibetliklar, Hong Kongluklarning xo'shaligi emas, biz Sharq Turkistonliklarning, Uyg'urlarning xo'shaligi bu. Bu yerda abay men buning jarayoniga kirmayman. Abdurahimjon nihoyat negizlik bir narsani deb o'tib ketdi. Biz yıllardan beri Uyghur xalqining og'ziga so'sk silinib kelgandi. Bu yerda biz bir yerlarga kirsak, Sharq Turkistonning mustaqilligi desak, hech kim bizning gapimizni anglamaydi. Biz asta o'zimizning mavjudiyatini saqlab turib, inson haqlari, kishilik huquq deb turib, shu orqali birinchi qadamda, ikkinchi qadamda deb har qadamida bir 20 yillik, 30 yillik strategiyani qurib, millatimizni 30 yil malomatan qilib,
ahmoq qilib so'z qisib qo'yib kichiklarni ahmoq qilgandek mushuklarmi hozir Sharq Turkistondagi mushuklarmi mustaqillik talab qildi, kim mustaqillik talab qilmaydi deb savol qo'yib olib, shuning bilan bu yerda xalqimizning 10 yillab, 20 yillab vaqtini elish orqali bu yerda mustaqillik talab qilgani bo'lmaydi ekanda, bu qonunga xilof bir ish ekanda, bu degan bir tuyg'uni berib qo'ygandi xalqimizga. Endi bu Scott Perry apandininki o'ttirg'i parlamentoga, Amerika parlamentosiga yo'llagan bu qonun bir millat vakili bir Scott Perry'ninki o'zining bir kechada uflab o'qinib bilan qaror verib qolgan bir qarori deb o'ylab qolsak yana bo'lmaydi. Bu yerda buning yana bir negizlik tarafini o'ylashimiz kerakki, Amerikada ma'lum qo'llashga erishmasa, o'zining partiyasi shu siyosiy organlarning, ya'ni bu Scott Perry apandi Cumhuriyetçiler Partisininki Pensilvaniya millat vakili. Müşada nayeti negizlik bir narsani ko'rib olishimizga tegishli bir ish bor bu yerda. Amerikadagi o'tgangi programmalarimizda deb o'tgandek, Amerikada ikki cho'ng iqim bor, ikki cho'ng partiya bor bu yerda. Amerikani ikki cho'ng iqim boshqardi. Ikkilisi bir-birisi bilan bir yoki ikki nomerda baslashadigan ikki cho'ng partiya, birisi 40% olsa, birisi 50% degandek mustaq kuch bilan ketib qolgan bir partiya bu. Endi yillarcha Amerikada davr surgan, o'tgangi programmalarimizda deb o'tib ketgan globalizmlashish, dunyoni markaziy boshqarish. Masalan, Xitoyni demokratiklashtirib, Xitoyni demokratik sistemga o'zgartirish orqali Xitoydek cho'ng bozordan foydalanish. Ammo Xitoyning to'proq butunligiga hurmat qilingan degan amalga oshmagan, ya'ni Xitoyni nayet oddiy chaqlab qolgan Amerikaninki hisobda mushu bijil Xitoy virusidan keyin haqiqiy bilib yetgan bir cho'kkan siyosati bor bu yerda. Shu cho'kkan siyosatiningki ijodchilari shu cho'kkan siyosatini shu Xitoy bilan appoq-chappoq yaxshi munosabat qurib turib, asta-asta Xitoy xalqini beyitib, Xitoy xalqi beyg'andan keyin demokratiyaga yiqilishib qolamiki, o'zligidan ichidan demokratik sistemaga o'tib qolamiki degan orzudagi bir turkum insonlarningki bilan mayadiki Xitoyni talto'kis Xitoy Kommunistik partiyasi asosida boshqarilayotgan Xitoyning kuchini butunlay yo'q qilib, Amerikaninki qarshisiga chiqadigan dunyoga bir tahdid bo'layotgan bu Xitoydek bir davlatni talto'kis kuchidan ayirish, yo'q qilish tek ikki cho'ng iqim bor. Hamda o'sha Xitoyni talto'kis biroq dunyodagi bu kuchidan ojizlashtirib, bu tahdiddan qutulish yo'lini tutadiganlarning ko'pinchisi Cumhuriyetçiler Partisi. Masalan, shu Uyg'ur kishilik huquq qonuniga qarasaqmi, Cumhuriyetçiler va demokratchilar o'rta qoldi o'ybadi bu yerda. O'rta qoldi o'ybadi, hatto bir millat vakilininki oy qo'llanmasligi bilan 400 necha millat vakili oy qo'llandi. Mishaga kelgicha bu Uyg'ur masalasi kelgan chog'da bular o'xshash fikrda. Ammo uningdan halqaga yerida nurg'un demokratchilarningki bu Sharq Turkistonning mustaqillik masalasida Cumhuriyetçiler bilan o'xshamagan fikrlari bo'lishi nihoyat normal. Hamda bu yerda Cumhuriyetçi partiyadan birisining chiqib Tibetning mustaqilligi va Hong Kongning mustaqilligini e'tirof qilgan, ya'ni prezidentga Hong Kong bilan Tibetni mustaqil davlat deb oshkora jakolalaydigan bir huquqni berish qonun loyihasini o'ttirib qo'yishi bizga nima deb keldi degan chog'da Uyg'urlarga biz demak yillardan beri oldinib kelayotgan, olditilib kelayotgan bu Uyg'urlarning ichidagi bu aldamchi siyosatchilarga yana bir qatim bunday aytgan chog'da ajallik bir dars berdi Amerikaninki shu Tibet va Hong Kong to'g'riliq chiqargan qonun loyihasi. Demak, bu yerda xalqimiz shuni bilib yetish kerakki, bu yerda mustaqillik da'vosi qilayotgan butun qarindoshlarning, tashkilotlarning olsun davomli deb kelayotgan so'zining naqadar to'g'ri ekanligi o'tirg'i chiqdi. Ya'ni bu yerda gap
Sharqi Turkistonga mustaqillik talab qilsang xalqlar anglamaydi emas, shu anglaydigan odamni tepib deyish, qayerga yurib deyishing muhim. Xitoyninki to'proq butunligini hurmat qilaman. Xitoyni demokratiyaga o'zgartirish orqali Xitoyninki bozordan foydalanaman deyotgan ideyadagilarga berib Sharqi Turkistonning mustaqilligini talab qilaman desa, albatta anglamasligi mumkin. Ammo demak bu yerda anglaydigan millat vakillarimi bor. Yillardan beri bizning deb kelayotgan yerimiz nima uchun shu anglaydiganlarga berib mustaqillik talabimizni qilmaydi bizning tashkilotlar deb kelganlikning sababi nima? Endi bu yerda haqiqiy isbotlandi. Agar bu yerda mustaqillik talab qilsang anglamaydi degan bo'lsa, Tibetliklar yillardan beri Dalay Lamaning yetakchiligida bular Xitoy bilan bir ustalda o'tirib, tinchlik bilan ishki jihatda masalalarni hal qilish, ustal ustida hal qilishni shu siyosatni yetkazgandi. Ammo ahmidi, demak bu yerda Tibet xalqimi bu ahmagan siyosatning mangulik davom qilinmaydiganligini his qildi va buni Amerikaga Tibet xalqi bir yoqdan inson haqlari da'vosi qilayotgandek ko'ringan bilanmi bir yoqdan mustaqilligini talab qilgan degan gap bu yerda. Talab qilmasa Amerika o'zligidan chiqib Tibetning mustaqilligini to'laylik demaydi bu yerda. Ammo shu Tibet xalqining qanchalik mustaqilligi uchun tang inson haqlari da'vosi uchun, inson haqlari kishilik huquq uchun qanchalik kurash qilgan bo'lsa, bir tarafdan o'zining mustaqilligi uchun qanchalik kurash qilganligining natijasini mayli ko'rib oldik. Ben bu şunçilik so'zlab turay. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan suygan qarindoshlarim. Eytinglarga tekrar muborak bo'lsin. Sizlar bilan yana jasorat munbiri orqali ko'rishganligimdan nihoyat xushalman. Alloh hammalarning ishlarini oson qilsin. Endi xulosga gap kelsak, jasorat apandim bu yerda dedi, bu siyosiy bu qonun, ya'ni Hong Kong, Tayvan, Tibetning mustaqillik masalasini qo'llaydigan qonun nimishqa chiqib qoldi, nima uchun bu zarur bo'lib qoldi degan savolni qo'ydi. Mening bilishimcha, tushunishimcha, mumkin qadar men bu savolning o'ziga men yetarli qisqa javob berishga tirishaman. Haqiqatan oqshom degandek bu xabarni olgandan keyin nihoyat ko'p xush bo'ldim. Haqiqatan xush bo'ldim. Demak bu siyosatimizda, devatgan so'zimizda kechiringlar. Amerika bilan millat, mening maqsadim Amerika bilan Uyg'urlarni birlashtirishdan iborat bu strategiya menda botdi. Burundan tortib shu mening tashviqotlarimda millatimni har qanday vaqt Amerika bilan birlashishga, Amerika bilan butunlashishga, mush orqali o'zining mustaqilligini qo'lga keltira oladi degan ideya fikrda bo'lib kelgan. Demak, inshaalloh bu fikrimizning to'g'ri ekanligini endi isbotladi desak bo'ladi. Ikkinchi, men haqiqatan bu xabarni anglagandan keyin Hong Kong, Tayvan, Tibetning mustaqillik bu yerda loyihani sungandan keyin nihoyat ko'p xush bo'ldim. Chunki biz Uyg'ur millati, bizning millatimiz shundoq millat. Bizning millatimiz oqko'ngil millat, samim millat, irqchi, rasist, boshqalarning xo'shallik kelgan chaqda kayniga tortadigan millat emas. Gerçi mening 70 ming yildan birisi insoniyat dunyosiga zarrachilik yomonlik qilmagan, insoniyat dunyosiga madaniyat o'rgatgan, insoniyat dunyosining barliq jafo mushaqqatlarida baravar bo'lgan, hatto nurg'un o'zimizning qarindosh hisoblangan xalqlarga mustaqil davlatlarni qurib bergan. Aksicha mustaqillik erishib bugungi kunda biz setayotgan shu qarindoshlarimiz bo'lsa-mu, mushundoq vaqtning o'zida o'zimiz bilan bir qon, bir jon, bir tandim bo'lmasa-mu inson bo'lish sifatimiz bilan o'zimizning tuprog'imizning ichida Xitoy hokimiyatiga qarshi o'xshash izlayotgan, masalan Hong Kong, Tibet izlayotgan xalqning mustaqillik so'zlarini olgan chog'da haqiqatan xush bo'ldim. Muborak bo'lsin Hong Kong xalqi, muborak bo'lsin Tayvan ham Tibet. Aksicha rostini degan chog'da ko'nglimdan yerim bo'lgan yerlarim bor rostini desam. İnsaniyat dünyasıga hech qanday yomonlik qilmagan mening millatim, mening Uyg'urim aksicha bo'lgan vaqtingizda mashina bilan, mushu millatlar bilan barobar bu xo'shallikdan, bu tantandan o'rtaq bahramon bo'lish ularning tabiiy haqqi edi. Alloh bergan haqqi edi. Ammo bu xo'shallikdan biz hozirgi vaqtingizda
Rastın degan vaqtda ularning xo'shaligini o'zimizning xo'shaligi deb tushundik, ammo biroz ko'nglimizning bir yerimini, masalan, mening ko'nglimning bir yerini deb aytsam, azroq yeri yerim. Ammo men bunda deganligim millatimni tushunganligim emas. Tabiiyki ularning mustaqilligi keyingi qadamda bizning mustaqilligimiz. Endi jasoratning degan so'ziga kelsam, nima uchun buningga zarur bo'lib qoldi degan masala kelgan vaqtning o'zida men buningga qisqa mundaq 3 nuqtadan deyman. Demak, bu yerda Amerikaning Tayvan, Tibet bularni, ya'ni bizning o'z ichiga olgan millatlarni mustaqil qilish niyatining borligini tushundirdi. Bu yerda bu Uyg'ur yo'q deb qarasak to'g'ri bo'lmaydi. Boshqa millatlar yo'q deb qarasak bo'lmaydi, aziz millatim, aziz vatandoshlarim. Buningda demakki Amerikaning bu yerda shularni mustaqil qilish niyat orzuining bor ekanligi demak bu o'tirg'i chiqdi degan gap. Ikki, Xitoy hukumatiningki siyosiy jihatlarda Amerikaga teng kelmaydiganligining bir isboti o'tirg'i chiqdi. 3, Xitoy Amerika bilan uzun muddatlik ep bo'lgan, ya'ni 2018dan 18dan tortib ep bo'lgan yoki 2019ning oxirida boshlandi. Bu iqtisodiy krizisda Xitoyning yengilganligining isboti. Men shunday tushunaman. Chunki Amerika mu dunyoda siyosat belgilayotgan davlat, Xitoy mu bugungi kunimizda Ipak yo'lda 65 davlatni o'z ichiga olib dunyoda men xo'ja bo'laman, kuchli davlat bo'laman deb mengayotgan davlat. Shu sababdan mu Ipak yo'liga trillion pullarni xashildi. Bundaq bir davlatning qarshisida Amerika turib, andaq bo'lgan bo'lsa Hong Kong, Tayvan, Tibetning mustaqilligini qo'llaymiz deganlikning o'zi Amerika bir siyosat davlati, aql davlati, ilm-fan davlati. O odatdagi gaplarni bir chaqchaq o'rnida demaydi. Demakki bu aslidagi bir baldaqdan yana bir baldaq siyosiy boshqishga ko'targanligining isboti. Ham bu yerda biz 3 partikel bor. Masalan, bu yerda Tayvan, Tibet, Hong Kong bor. Demak, bu yerda 3ni olgandan buning qisqacha ahvoliga qarasak, Tayvan qandaq desak. Tayvan moyatda aytgan vaqtning o'zida o mustaqil davlat. 27 davlatlar bilan odatdagi diplomatik aloqalar bor bo'lgan davlat. Xitoy faqat va faqat mushuning xalqarodagi o'rnini hech qanday vaqt e'tirof qilmaydi. Demakki, endi bu yerda Amerika bu orqali qanday qildi degan chaqda aniqki bu yerda birinchilab signalni Tayvanga berdi. Demak, bu yerda Tayvanga berdi. Chunki o'tganda saylam epaga vaqtning o'zida hozirgi Minjidangda qaysi partiya, Mustaqillik partiyasida bo'lgan hozirgi prezident Sayyon taxtga chiqqan vaqtning o'zida odatki prezidentlar so'zni ishlatgan chaqda nayt ehtiyotchanlik bilan muomala qildi. Bu yerda Sayyonni prezident deb turib jakoladi dedi, tabrikladi. Bu Xitoyga selishtirgan vaqtimizda eng ajallik bir zarba bo'ldi. Endi bu yerda Hong Kongni olsak, Hong Kong xalqi namoyishni o'tgan yil 6-oyning 9dan tortib boshlagan bular namoyishni. O'zining qonuni chiqqanga qadar bu yerda bu o'zining kurash maydonidan yonmadi. Qonuni chiqdi. Hong Kong xalqining aslidan istaydigini bu yerda mustaqillik ideyasi ekanligini biz o'tgan yil suhbatlarimizda zaten dunyo biladi. Hong Kong xalqimi masalan Xitoy qaytarilgan 23 yilning ichida bundaq biroqli bir portlab chiqishning o'zi demakki u yerda bizga o'xshash soqol bo'rtning masalasi va yoki boshqa masalalar emas, negizdan Xitoyning bir davlatda bir davlat ikki xil tuzum degan bu tuzumga negizdan qarshi chiqish bir siyosati edi. Endi 24-yillar yakshanba kuni qarasak, Hong Kong xalqi ya'ni virusga qaramay o'tirib, o'zining mustaqillik irodasini oshkor o'tirg'i chiqdi. Birdan bir bizning yo'limiz mustaqillik deb o'tirg'i chiqdi. Bu yerda bir siyosiy vaziyatlar pishib yetilyotdi. Endi bu yerda Tibetlikning masalasiga kelsak, Tibetliklarning ko'z qarashimizning o'zida bir mustaqillik da'vosi qilmagandek, har turli bu yerda bir alomatlar bor. Ammo mening tushuncham bo'lgan chaqda bu masalani hal qilish masalasi Amerikadagi bir dunyoni boshqarayotgan siyosiy davlatning axloq masalasi. Garchi ular bu maydonda Amerika kutgandek harakat qilsin, qilmasin, Amerika o'zining axloq nuqtasidan turib, ya'ni ular axloq nuqtasidan turib Tibet xalqining bu yerda mustaqillik masalasini qo'llaydigan iborat bu bishoratni ular emas Amerika berdi. Meniki buningga beradigan javobim shu. Rahmat. Endi qarindoshlar, bu yerda televizor ko'rayotgan qarindoshlarimiz nima qildi savol qo'yib turdi.
Bu savolda nima deyilibdi deganda oldi bilan bularning so'rig'ini voy xudoyim mau erkinniki surati midrab men gapimni qilaveray. Biz qo'yilgan savol shundaqki, biz bu ikki yilliklarga selishtirganda eng ko'p qirilgan, eng ko'p badal to'layotgan bir millat turib, nemishqa bizniki o'tirib qo'yilmay, bularniki avval o'tirib qo'yilib ketdi degan bir savolga, yana birisi biz Amerikaga ishinib keldik, ammo bundaq bir o'zgarish bo'lib qoldi. Bundan keyin Amerikaga ishingil bo'lamdi degan bir savol qo'yibdi qarindoshlarimiz. Bu yerda qisqacha bir javob bersak bu savollarga. Qisqa bir azroq javob berib o'tibdi. Akşam ben şu haberini Facebook'a çıkarıp koysam, şu benim Facebook'umga asıl biraz kördüğünlerine ki, malum kısmını rakıtan özündeki ait köngül yerimçiliğini bildirdi. Ben bu özümdeki yani düşüncem azroq cevap verdim, teselli beriş orunda hasıl olarak düşünce verdim. Endi bu öyleki Tibet bilen Hong Kong'u mında kıldı, olay ya ki ölmese, öldürmese, biz en çok kurban bir varsak, milyonlop solunup gitvarsak, bizninkini de bir kıtımız kanunumuzun tüzük makullap bulamaydı dep o köngül yerimçilik elbette normal mesele bu, köngül yerimçiliğine oturup koyuş. Ama iyi bir tarafından oylaş gerek. Biz de Amerika'ya resmi oluşup bir diplomatiya kılvatkalı, toluk bir 10 yıldan belki eşip ketmedi. 2009 yıldan başlap izlivatkan, kırgın kılınıvatkan bir Uygur milleti degeni bu Amerika'daki hükümetleri bilen diplomatiya yani diplomatiya emas, qaqşaş. Amerika'daki qaqşap, dert tükep kılvatkan narsa tabii yakın yağı keyinki şu 3 yıldan birisi lagerda cezalanıp çıkan bir qancha singillarimiz Bular şikayet kıldı. Andaki Amerika'daki bir qancha yaşlar özünün ata-anasınınki lagerda cezalanıvatkanlığı, izdirgenin yokup ketkenligi to'g'ri guvohlikni o'tib, yakınlı yağı münasebet kılvatımızda buldu. Ama Hong Kong, Tibet olsa Hong Kong diyanın 100 yıllap Angliyanınki idaresi asıl tuğan yer. 97 yılı Hong Kong'u Xitay'a kayıp duruş münasebeti bilen Xitay'ını 6 bölümümüz deydiğin Garip'nin tiş özgertetiş siyaseti degan bir stratejisi var. 48 yılı makulluğun Garip'teki küçük devletler 48 yılı makulluğun yeni yuşurun bir stratejiye var. Ola 97 yılga bağın çağda Xitay'ını 6 parçalar emas, tip-tiniş parçalandı o dep stratejiye belgilegen. Ama Hong Kong'dan keyin hozir 23 yil o'tib ketdi, o stratejiyasi Xitoyga kelgancha ishlamay qoldi. Nima qildi degan chog'da 97 yilga kelgisi Xitoy o'zining ichidagi azon medika bozorini dunyoga chiqardi, azon mol sotilgan pishti bozorini dunyoga chiqardi. Shuning bilan G'arbdagi bu Xitoyni tinchlikqa o'zgartiradigan davlatlardagi g'olliq kapitalistlar Xitoyniki bu pishti bozoriga, medika bozoriga deng tushdi. Shuning bilan Xitoyni tinch o'zgartiradigan bu ish, bu siyosat ikkinchi o'ringa tushib qoldi. Xitoydan pul tepish va pul orqali Xitoyni tinchlik bilan demokratiyaga o'tkazish birinchi o'ringa chiqib qolib, shuning bilan Xitoy bugungi kungacha jon yiqib qoldi. Ya'ni demak, Hong Kong Amerika bilan bevosita, ya'ni munosabatli bir rayon deganga. 100 yılın yağı Amerika, Angliya ve Garip bilen munosabatli bir rayon. Hiç olmasa 48 yıldan başlap stratejiye kirgizilgen bir rayon Hong Kong'un özü. Tibet'nin özü en kıskısı hesap qanchaqda 59 yıldan başlap Dalai Lama sürgündeki hükümet Çataya keçip çıkkandan başlap Amerika bilen munosabat o'rnatayotgan uzun yıllık yerim asrni aşkan bir dava qarindoshlar. Buni to'g'ri tushunish kerak bizning bu qarindoshlarimiz. Endi Uyg'urlar haqiqatan qirg'in qilinyapti. Qirg'in qilinish boshqa gap. Ama Uyg'urlarningki irodasining nima ekanligini bilish lozim. Biz Tibetni 67 yillab qildi, mustaqillikdan voz kechdi deb eng ig'ir tanqid qilgan odamman. Ama Tibet'ten chet eldeki bütün davası undaq bo'lmadi. Yana bir qismi Dalai Lama rahbarligidagi sürgündeki hükümetin ma'lum bir qismi 67 yillab qilmas.
biz tinchlik bilan ularning apniya tilab qilganimi Tibet rayonlar emas. Şenxay yine ne hozirgi Tibet rayonidan yine 1,5 hassa ortiq tuproqlarning o'zini Tibetga qo'shib elib, shu rayonning o'z apniya tilab qilmaydi degandan keyin bu Xitoyning jon-joniga tegib ketgan bir narsa. Shu Xitoy 30 yil yog'i o Dalay Lama'nın yumshoq siyosatini ham e'tirof qilmadi. Mushunda qalash holatda mandi. Ammo Tibet yoshlar qurultiyi, yine Tibetniki bir qancha guruhlar bor, g'olliq guruhlar. Hatta qurol etib turib mustaqil qilamiz Tibetni deydigan guruhlar bor. Kuchli guruhlar bor. Bularning o'zi bevosita g'arblar bilan o'zi g'arb davlatlari bilan diplomatiya o'rnatib talablarni o'tirib qo'ya oladigan guruhlar bor. Endi bizningki degan chaqda, qanday degan chaqda bizningki Amerika bilan munosabat qilgan bizniki diplomatiya kanallarimiz nima deyotdi? Buni tekrar dedik qarindoshlar. Hammani bilasizlar. Mushu Facebook kirib, xat o'qiyaligida, gap anglayaligida qarindoshlar, tushunaligida qarindoshlar, WhatsApplarda gap tushunaligida qarindoshlar. Buni albatta bizda Uyg'urlarning diplomatiya ilib berayotgan vakillari nima deyotganligini hammamiz shunday yaxshi bilamiz. Yaxı mushu yaqinning yog'i 1-2 yilning yog'i oz sonda bizga mustaqillik kerak degan bir ovozni Amerikaning Oqsaroyning oldiga aylanlarda yangartib menayotgan bilan o'ningdan burungi yana mushu Amerika bilan maxsus munosabat qilayotgan, Amerikadan ma'ashib qashlayotgan bu g'olliq guruhlarimizning o'zi Uyg'urlar Xitoydan ayrilib ketmaydi. Xitoy bir demokratiyaga o'ssa, demokratiyaga o'simi emas, Uyg'urlarning aşağıdaki bir insoniy haq huquqlari yaxshiroq bir yo'l qo'yilib ketsa deyotgan popkida Xitoy lagerini paydo qilib, millionlar Uyg'urni so'layotgandan keyin Uyg'urlar yaxshiroq yashchi bo'ldi, rozi bo'ldik degan gapni qo'yib turib, lagerini taqvasi bo'ldi deya Xitoyni biz rozi etib deydigan yerga tushdi. Bizning diplomatiya kanallarimiz, bizning da'vogarlarimiz, Amerika bilan, Oqsaroy bilan, davlat majlisi bilan aşağıdaki millet vekilleri bilen udul berip munasabat qilib, shunda qo'l tutishib ko'rishib, resim tushib turadigan bu diplomatiya kanallarimiz Amerikaga bildirayotgan Uyg'ur millatining irodasini bu tachilgan narsaning ovozini bo'qpashdan titrash orqali bu nimetli iborat degan chog'da Uyg'urlarning milliy irodasi Xitoydan ayrilib ketish emas, Xitoy bilan birga yashash, ammo aşağıda insonchi yashash. Xitoylarning bunday tuvan darajada xo'rinib yashamay, Xitoylar bilan o'xshash bir saviyada bo'lmasimi, xo'rinib ketmay, dafsanda qilinib ketmay yashash deganni bildirayotgan bo'lgandan keyin, albatta buni biradani senatorlar chiqib yoki bir Amerika hukumatlari va hokazolar chiqib o'ziga ham Uyg'urlarga mustaqillik kaplan bir narsani g'oyalab chiqsa, Xitoy o'chog'ida da'vo etib, Uyg'urlar ayrilib ketmaydi, so'rab taqa, unda bo'lsa Nuri Turkaldan so'rab boq, Olim Soytovdan so'rab boq, Van Katiblardan so'rab boq, Roshan Abbas Xononlardan so'rab boq, Erkin Sidiqlardan so'rab boq, unda bo'lsa. Hech bo'lmasa Uyg'urlarning g'olliq tashkiloti bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyini, yine falan Pakistan teşkilatlarını çıkıp ekilip, devlet meclisinin çıkını ekspertlerinin avazını koyup baka, müstakillikini haram dike bula. Tep Xitay ayada bu davanı acalaydı. Aşkandaki ne buldu? Bu Uygurlarga müstakillik talep kılış gerek, yani müstakillik Xitay'dan alıp çıkıp müstakil bir devlet buluş kararını dolan Trump'a biz berimiz hukuk deb itiraf qilamiz buni, yana hukuk bermaymiz deb unda bir loyihani o'tirib qo'ygan senatorning o'zi Xitoyning oldida mat bo'ladi. Shuning uchun ular siyosat biladigan haqqa Amerikaliklar. Buni sal to'xtab tursin, Uyg'urlar o'rgansin. Uyg'urlar Amerikaning ta'min etuvchi pulni xashlayvermay, Amerikaning qanday davlat ekanligini tushunsin. Amerika nima qilib qiralaydiganligini Uyg'urlar tushunsin deb Uyg'urlarning ikkinchi qadamini qo'yib turib, hozir birinchi qadamda Tibet bilan Tayvan, Hong Kong taraflarni loyihasini o'tirib qo'ydi. Endi bunga biz ancha qirg'in bo'layotgan tursak, biz mushu 49-yilning yog'i to'xtamay kurashayotgan tursak, o'layotgan tursak, endi qancha million Uyg'urlarni ichkirga o'tib, akitib, o'pkinlarini, böreklerini, yuraklerini Xitoy sug'urib kelib, buni ishlatib ketayotgan tursa, setib tashlayotsa,
milyonlagan yaşlarımız apırıp kulunu onu işit vatkan olsa, qancha milyon Uyg'urlarni lagerga solib qiynavatgan bo'lsa, bizga mustaqillik hep berman demay, nada o Tibetga yo Hongkongga yo manda qiladi deb bunday yamallab ketishning o'zi bu bir ta'tirlik. Amerikada yamallamay, o'zimizning munofiqlaridan, bayroqtar munofiqlarimizdan yamallashimiz kerak oldin. Ey munofiq, Amerika bilan ko'rishgan chig'ingda muagapni deysa, muagapni demaysa munofiq deyish kerak. Hacap uya bir gelse yüzünü daptak kılıp resim şülke muşlarının arasına kirip durup mojuna boynunu suzup durup Andrei Kopov vaqt kelgen çağda Amerika biz emek müstakillik yapmayıp bunda rencise kırındaşlar bu aylıkı naiti ucunu kadını öküzgü tatkan olsaz bir kajlık okuallı kırındaşlar aldı bilen biz kaçanlığın yağı Amerika bilen udul berip diplomatiya kılal diye Uygurlar diyenini karaylı. Peki 10 yıldan bekme eşip getmedi. En uzun bu gelse 13 yıl boldu deyli. 2007 yılı Rabia Kadir Hanım Bush bilen görüşüp münasebet kılgandan başlagan hesaplasak mı? 13 yıl olgan bir narsa deyimiz bunu. Yeni bir taraftan Uygurlarga neme keraksa 60 miya kerak deyotgan buna munofiqlarimizni nazardan sakıt kılıp atmaylı. Muhim miyada vazifeli vatıda ola Amerika'nın içinde. Amerika İnsan Hakları Komitesi'nin Taşkı İşler Münasebeti'nin direktörü mesulü Loisa Hanım. Bu hanım Uygurlarni demokratiyaga o'tkazishga, ya'ni Uygurlarningki Xitoydan tuproq ayirib chiqib, mustaqilman deydigan bunda hamkorlik qilmanglar deb tashabbus qilgan xonim bu. Bu xonim Amerikadagi bizningki Uygurlarning, Uyg'ur vakolatini ish qilayotgan G'olbuq tashkilotining tashqi ishlar munosabat xodimi, tashqi ishlar munosabatlari degan gap, Aqsaray, Ko'ksaray hammaga kirib munosabat quradigan Uyg'urlarga bundoq narsa kerak emas deb yetkazilgan xonim bu. Bizden işlerimizni mundaq adamlar hep bir vaktan çıkımızda ennaqop bu Amerika'da yamanlık bulmaylı karındaşlar. Amerika'dan biz ümit kütümüz. Allah Teala bu Amerika'nınki rehberlerinin könlüğü sağsın. İnşallah bizden işlerimizni mi, derdimizni mi tinişip Xitayning pokundan işitip durup Uygurlar meni mustaqillik tilab qilgan millat deydigan kun albatta bizga mi keldi. Onu tuqamaylı ki Tibetning o'zi asalliqcha qurolli harakatga kirmaydi. Dalay Lama o'lib ketmagichlik Tibet xalqi qurolli harakatga asalliqcha kirishamaydi. Chunki Dalay Lama bilan cheklab turadi. Dalay Lamaninki ruhoniy salohiyati Dalay Lamani Tibet xalqi bizning ruhoniy liderimiz degan bir muddatda, ya'ni e'tirof qilgan muddatda Tibet xalqi asalliqcha qurol olib ish qilmaydi. Fakat kural aldığını kim o diyecek? Uygurlar, mınglığın mücahitlerimiz, fidakarlarımız hayya bunu dünyanınki garip dünyaları istihbaratı bu nayet yaxşı bildi. Uygurlar zaten kulağın nemi çıkışını elip can fida ölsek, şehit kalsak gazi vatanımızı azatlamayız deb aldın sepke köhrek girip uruşqa kiradigan millat ekanligimizni dünya biladi. Albatta vaqt kelgan chaqda bu ish yana Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Agar Amerika Xitoyni ashada mustamlik rayondan chekindirish biyoni strategiyasi bo'lsa rasmiy, shu Xitoyning o'zini zodi noqolasini qo'yib, o'zining shu Xitoy siplining orqa tarafiga chekindirish bir strategiyasi bo'lsa ham, albatta bu bizning qo'limiz bilan ijro qilganligini Amerika albatta yaxshi bildi. Rahmat. Endi ma sualga meniki azroq qo'shimcha qilay, chunki men intayin ko'p yo'liqdim, to'nagim bugundan tatib nurg'unlagan qarindoshlarimiz mush yoqda savollarni qo'yib hozir masalan Turkiya boshqa davlatlarda zaten Turkiyada bu Amerika o'chmanligi darajadan tashqari kuchli qo'yan deyadi. Mush chiqqan hamallar bu yerda savollar boshlanibdi, qo'ydi bayatdan qo'ygandek. Mani ko'rdingmi, sening Amerikan Hong Kong, Tayvan, Tibetninki mustaqilligini qo'llabdi, Uyg'urning inson huquqini qo'llabdi. Mana sen izdavatgan Amerikan mushu deb o'tirib, bu yerda ta'tir tashviqotlarni boshlabdi endi. Hozirgi so'ralgan savolning mazmuni shuki, men endi buningga nayt yaxshi qo'yilibdi. Men o'zimning tushunchalarimni shu dunyoda bizni ko'rayotgan, izlayotgan qarindoshlarimizga bo'sqasi taqit qo'yinglar. Men bu deyotgan so'zimni xato deb qaramayman. Chunki men boshqalardan so'rdim. Sizlarga javob berishdan avval buni so'rdim. Sabab nima deysiz?
Hong Kong, Tayvan, Tibetning Amerika mustaqilligini qo'llashlik sabab izlanib ko'ring. Hong Kongni qo'g'daydigan qonun qachon chiqdi? Tibetni 2002 chiqib bo'ldi. 2002 chiqib, yana 2018 kelgan chog'da Tayvanga erkin sayohat qilish qonunlarini ma'qullab bo'ldi. Ağlanın davagarları, yeterlik davagarlar, akıllık davagarlar, milletiga xainlik qilmaydigan davagarlar. Anda qo'ygan bo'lsa, Hong Kong'ningki demokratiya erkinligini qo'g'daydigan qonun chiqdi Tayvan bilan. Anda o'tgan yil 11-oyning 26-kuni chiqdi. Buni Donald Trump efendim hammasiga imzoni etib bo'ldi. Siz avval tushuning, qarindoshlarim, shuni mushin anglayotgan odamlarni tuhmat qilmang. Millatni xato yo'lga boshlamang. Mening deydigan gapim. Amerika bir qonun davlati, har qanday bir narsani qonun bilan qiladi. Andaq bo'lgan bo'lsa, bizning inson huquq deymiz, demokratiya erkinligimizni qo'g'daydigan qonun 2009-yil beslib qolganlarga savol qo'ying. Ma 2019-yil nima uchun kayniga kechikib ketdi? Mening kaynida uni Amerikaga otib qo'ymay o'tirib, Ma'lum nima uchun kechikib ketdi bugungi qadar deb o'tirib, ya'ni shu xoinlarni so'rab beqing, nurg'un millatlar Amerika, Yevropani orliq berib yetib oldi. Ma'lum o'ylanib qo'ying, nima uchun kechikib ketdi? Xulos gap qaysi desangiz, Hong Kong, Tayvan, Tibetliklarning mustaqilligini qo'llashlik sabab ularning inson huquqini qo'g'daydigan qonunni Amerika qonunlashtirib imzo etib bo'ldi. Bu demakki bu Donald Trump hokimiyati imzoni atdi, u ijroat bosqichiga kirdi. Ijro qilish kerak. U degan siyosatni ijro qilish kerak. Buni Donald Trump efendim va hokimiyat ijro qilmasa Amerikadagi sud uningdan izlaydi. Nimishqa sen meni ijro qilmading deydi. Andaqda xo'sh, biznikiga kelsak, nima uchun inson huquqini qo'lladi degan bu yerda gap bor. Andaq bo'lgan bo'lsa 2009-yildagi qonun sizga dey garantiya beray, Allohning nomi bilan dey maqarang. Ishinib qiling. 2009-yildagi qonun chiqib ketgan bo'lsa, mushu to'tiga o'xshash holatda bizning mustaqilligimizni mustaqil bo'lish kerak degan gapni deydi. Hech bo'lmagan chog'da o'tgan yil tasdiq o'tib ketib, Donald Trump efendim imzoni etayotgan bo'lsa, yana o'xshash deydi. Bu yerda Amerikaning alaydan bir salohiyati bilan Uyg'urlarni mustaqil qilmaydigan, qog'alarni mustaqil qiladigan bundaq bir plan strategiya yo'q. Bundaq yolg'on fatvolar bilan siz millatning diqqatini Amerika bilan birlashadigan, Amerika qurol basi qurolni eltirib Xitoyga mangalaymiz deydigan ideyada turayotgan insonlarni buni yodlashtirmang. Siyosatning bosqichi ashundaq. Uchisiga qonun chiqib bo'ldi, endi Amerika buni ijroat bosqichiga kirdi. Bizning texi shu vatanimizda bo'layotgan qirg'inchilik, erkiy qirg'inchilikni qonunlashtiradigan şu qonun bu salat erishgan imzoga tushib bo'lamadi. Bu tushib bo'lgan vaqtning o'zida Trump efendim imzo etayotganning o'zida andin o'tirib Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini qo'llaymiz degan narsa bu bo'ladi. Bu bo'ladi, 100% bo'ladi. Shuning uchun bu yerga kelgan vaqtning o'zida Amerika uchisining mustaqilligini qo'llaydi ekan, Uyg'urning inson huquqini qo'llaydi ekan. Men Amerika degan mundaq emasmi? deb o'tirib, millatning bu mustaqillikka erishadigan, millatning Amerika bilan birlashish orqali o'zimizning mustaqil davlatimizni qurib chiqadigan bundaq yerga siz o'tirib palti chopmang. Qarindoshlarim, mening buniga beradigan javobim shu. Sizlar ikkinchi qator yana yuzlashimiz bu savolni qo'yayotgan boshqa qarindoshlarimizga. Tabiiyki aniq, 100% aniq. Bizning mushu inshaalloh Avam palata qo'yiladi deydi, mushunda o'tib ketib Donald Trump efendim imzoni etayotgandan keyin endi sizlar bilan paranglashaylik. Amerika Sharq Turkiston va yoki Uyg'urlarning mustaqilligini qo'llamdiki, qo'llamamdiki, bu to'g'riliq qonun chiqqandiki, chiqmamdiki, palataga yo'llamdiki, yo'llamamdiki, endin deysak bo'ldi. Ma qonun o'ssin. Shuning uchun men millatimdan burundan tortib deyotgan yerim bu qonun muhim. Bu qonun yana hozirgacha muhim, imzo etib bo'g'ichi muhim. Endi bizning imzo etilib bo'lgandan keyin bu bir daraja siyosat, yana yuqori ko'tarib ijroat bosqichiga kirdi. Qarindoshlarim, men sizga yana deb qo'yay, Xitoyning birdan-bir jonijon manfaati, masalan sizga Tayvanning mustaqil bo'lishi, Hong Kongning mustaqil bo'lishi, Tibetning mustaqil bo'lishi
Xitoyni dunyodagi cho'ng davlat bo'lish orzusini cho'ktirdi. Ammo Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi Xitoyni sadichinning ichiga akirdi. Chunki ayada Ipak yo'lining boshlanish nuqtasi dunyo xo'ja bo'lgan bir strategiya yo'lning beshi. Shuning uchun Amerika hukumati ta hozir qadar buni Mike Pompeo efendimlar bu yerdagi da'volarni qanday qilib kelganligini o'zingiz bilasiz, qarindoshlarim. Bu Sharq Turkistonning mohiyatda mustaqillik masalasi xuddi meningcha bilishimcha Amerika va G'arb dunyosi Xitoyni yiqitimiz deydigan davlatlarning jonijon manfaatiga taqishidi. Faqat va faqat shu o'ringa keladigan bosqich palampay shakl kelgan chog'da ichimizdagi mushundaq ishlar tufaylidan 2009 beslib qolganlik tufaylidan o'tgan yili kechikkanlik tufaylidan ma'u bir qadam yuqori o'rlagan siyosiy bosqichga kirmadi. Mening javobim shu. Rahmat. Tamam, rahmat. Ümit. Bunga men bir 2-3 xil o'xshamagan temani o'tirib qo'ymoqchiman shu yuqoridagi savolga. Birinchidan boya Abdurahimjon bilan Erkinniki degan gaplarga men qo'shilmay, Abdurahimjon bu bizniki hozirgacha o'zimizningki siyosiy tashkilotlarimiz Uyg'ur davosini qilyapman degan siyosat tashkilotlarninki bu da'voga bo'lgan ep kelgan ziyonkashlikni, ya'ni kechiktirish, shu da'voning mustaqillikdan uzoqlashtirish ziyonkashliklarini o'tirib qo'ydi. Ammo men bunga qo'shimcha qilib men demoqchiman. Bu hozir xalqaroda yoki Amerikadagi bir qonun davlatida bunday yerda Sharq Turkistonda qanchalik odam o'lib o'tibdi yoki bo'lmasa Sharq Turkistonda qanchalik odam qirilib o'tibdi deb o'lgan odam soniga yoki u lagerlardagi turmalardagi odam soniga qarab turib qonun chiqirdi deb o'ylamayman. Bu yerda qonun davlatida ya'ni xalqdan kelgan orzuga nisbatan qonun chiqarildi deb qarayman. Bu yerda Tibet xalqininki bir ortiqchiligi nima deganda, hamda bizdan ortiqchiligi albatta bu yerda Tibet xalqini Uyg'ur xalqidan ustun deb qo'yganim emas. Lekin har millat o'zininki millat ichidagi kamchiligini bilish kerak deb o'ylayman. Biz texi hozir Tibetliklarga o'xshash to'liq davlatchilik ideologiyasiga ega bo'lib bo'lamidik Tibetliklardek. Biz hozirgacha param-parcha qabilavozlik o'yinini o'ynayapmiz hozir. Tarafbozlik, jutvozlik. Biz hozir e'tirof qilaylik, qilmaylik, jutvozlik shunchalik eg'ir, tarafbozlik shunchalik eg'ir bizningki o'sha Uyg'ur davosida. Ya'ni nimishki bundaq deyman degan chog'da men o'tganda maqsadlik qasdan Sayfiddin Azizi vatan sotqunimi emasmi degan savolda bir nam yozib chiqarib qo'ydim. Aşağıda nima deb javoblarning keldig'ini bilatdim va kimlarning qanday javob berdi. Hatto o'sha Sayfiddin Azizini javob bermasa, uningga chidamay, xoin degisi yo'q amaliyotda, sotqun degisi yo'q. Ammo sotqun deb ketib qolamdiki, mush haqlar deb oshuni bir nimalarni deb oshu sotqunga chopon yeyishadigan urindiganlar bor. Bu nimadan kelib chiqadi desa, ash qulluq ideyasidan kelib chiqqan. Yoki tegi bir yere otishliq, yoki bo'lmasa urug' avlodining birasi ashu Sayfiddin Aziz bilan bog'lanib qolgan, yoki biraylarda ashu burunilqi ota-onasi boshliq u yerda yuqori martabalarda shunda Xitoyning qo'chig'ib ishlaganlarning ota-onalari ashu Sayfiddin Aziz bilan yaqin o'tgan bo'lsa, biraylarda shular bilan bir tomoq yeb qolgan yo bir rasm uchib qolgan. Oshundaq narsalar bilan Sayfiddin Aziz degan vatan sotqunini ilohlashtirib olgan darajada mundaq insonlar bor. Bu nimadan derak berdi degan chog'da bizda qabilavozlik, jutvozlik, tarafbozlik degan yo'qolmagan to'liq davlat ideologiyasiga ega bo'lgan bir millat emas biz. Hozirgacha qabila shaklida yashayotgan xalqmiz. Hamda bu birinchi sabab. Shuning uchun bu yerda millatning o'rtaq irodasi ifodalanib bo'lanmagan Amerikada. Boya Abdurahimjon Erkinlarni to'g'ri deb o'tdi. Bu yerda millatningki irodasini ifodalayotganda ko'rinmaganlar boya yuqorida deb o'tganimizdek Uyg'urlarning oldiga kelsa boshqa yangza, ammo Amerika siyosatining oldiga kelgan vaqtida boshqa yangza gap qilib, shu faqatlar
Şu özünün cinini bekiş üçün, şu bir mezgil özünün hayatını rahat paragatını keçiriş üçün bütün milletin iradesiga xilap, iradesiga satqulluq aldı derecesinde siyasat ip berip atqanlıqның natijasi şu. Endi mishada biz hamma narsani şu siyasetçi davagan özlerini şu siyasetçi davaganlarga atıp koysak olamdı degan çağda bulmaydı. Çünkü bir yerde özümüzden ötüvatkan hatalıklarını itiraf kılışımız gerek. Her bir Uygur sen nimiş kıldın, sizler nimiş kıldın deyişten burun muşundaq işlağa qanchalik qarshi turalidik. Vatanning irodasiga uchuq oshkora ihanat qilayotgan, satqullik qilayotganlarga biz qanchalik qarshilik bildiraldik va qanchalik shularni to'xta delaladik. Endi bu yerdagi narsa nima degan chog'da xuddi mushu Xitoy bilan yana berib Xitoy bilan birga yashashni orzu qilayotganlar ko'p sonliqda ko'rinyotdi. Amaliyotda bular ko'p sonliq emas. Shu nima uchun shular ko'p sonliqda ko'rindi degan chog'da bularningki jasorati mustaqillik talab qilaman deb ko'nglida mustaqillik talab qilaman davatqanlardan jasoratlidirkan deganni his qildim men. Nimishga degan chog'da bular shu sharmandalarcha shu yanada Xitoy bilan birga yashash orzusini bir amallar qilib turib bular tirishib o'zini ko'pdak ko'rsatyotdi. Ammo mustaqillik talab qilganlar o'ttirga chiqmayotdi. Agar chiqsa bularni yavil yaksan qilyotdi asli. Bu ko'p sonliq emas asli bu Xitoy bilan birga yashab ketish orzusidagilar. Lekin shu Xitoy bilan amal va yana Xitoy kommunist sistemdan bir amal va demokratik sistemga o'tsa, allburun planlanib bo'lgan shu Xitoyningki ichida yana Xitoyga bog'liqlik holda bir yashash orzusi, yana Xitoydan ayrilanmagan holda yashash orzusi. Shu xuddi Sayfiddin Azizlarga o'xshash ashundoq yuqori bir martabalarga erishib, yana Xitoyning qo'ynida yashash orzusi bor insonlarning Amerikadagi siyosiy darvozlarga, Amerikadagi siyosiy ustallarning ustiga shular balduroq bağanlıq uchun. Yani bağanlıq uchun degan chog'da Bay Abdurumjon bir narsani deb o'tib ketdi. Endi bir necha yilning ichida xalqimiz uyg'onib bu mustaqillik demayotganligini, bizning da'voning oldiga kirib, men da'vogar da'vogarlarning mustaqillik talab qilmayotganlarini, hatto Uyg'ur uchun tuzilayotgan qonunlarni qasddan bostirib qo'yayotganliklarini emdilardan xalqimiz bilib yetyapti. Hem yana birisi Tibet bilan silishtiradigan yerimiz Tibetninki sürgün hükümeti olsun, yaşlar teşkilatı olsun, bularda birisi avtonomiyachilik talab qilgan bo'lsa, yana oliy avtonomiya Bay Abdurumjon degandek nurg'un talablar bilan qo'yilgan avtonomiya hisobda bir federasyondek bir talabni qo'ygan bo'lsa, Mao tarafda Tibet Yaşlar Teşkilatı'daki teşkilatlar müstakillik talep qilyotdi, bayı degandek qurolliq kurash qilishimiz kerak deyotganlar bo'lyapti. Ammo bular hech qachon Amerikaning va xalqaro siyosatning oldida bir-birini dushman ko'rib yo'q. Yana bular bir o'mlik holdida. Birisi sen inson haqlar da'vo qilsan qil, men mustaqillik da'vosini qilay, ammo kashti bir yerga kelgan vaqtida bularning gapi yana billa. Ashunun natijasini ko'ryapti. Ammo bizda undaqmi deganda bizda undaq emas. Bizda inson haqlari da'vosi qilamiz biz deb yana opirib shu Xitoyni bizning vatanning istiqbolini Xitoyning qo'yniga tiqib beradigan bu so'lamchi mijoz siyosatchilar, ya'ni bu so'lamchi degan gap o'xshash siyosatni ishlasi bo'ldi. Bu so'lamchi mijoz siyosatchilar buni opirib mustaqillik talab qilayotganlarni o'ziga dushman ko'rib olish bor bu yerda. Agar bu yerdagi haqiqiy qalbdan vatanimizning Uyg'urlarning erkinligi uchun, ya'ni bu yerda erkinlik bilan mustaqillikning farqi bor. Shuning uchun biz Sharq Turkistonga erkinlik talab qilamiz yoki Uyg'urlarga erkinlik talab qilamiz degan bilan Sharq Turkiston mustaqillik talab qilamizning ikkisining farqi bor bu yerda. Uyg'urlarga erkinlik talab qilamiz deyish mustaqillik talab qilish emas bu. Bu erkinlik talab qilamiz degan şu avtonomiyaning ichida erkinlik, masalan İlham To'xtining qilgani shu erkinlik jangchisi İlham To'xti. Ya'ni
Şu Xitoyning territoriyasi ichida turibmi shu erkinlik talab qilgani bo'ladiganligini ko'rsatib qo'ydi Ilhom To'xti xalqimizga. Ammo bu sirtqi dunyoda demokratik erkin davlatlarda hamda bu yerda yana inson haqlari, kishilik huquq va Jungodagi ozsonlik, musulmon ozsonliklar degan narsalarga hadab, bizning vatanning ismini Xinjiang desa hadab, yashaganlik nima desa, xuddi shu Sayfiddin Azizga o'xshash bir satqun, mankurt Uyg'ur bo'lishni allabirun qabul qilib bo'lganlik degan gap. Endi mushundoq ideyani qabul qilib bo'lganlarni yana bizning siyosatimizni qilyotidi deb qo'llaganlar o'zimi, demak, bu yerda ya ahmoqlik yoki allabirun shu mankurt bo'lib bo'lganlik bu yerda. Bu yerda dushman Tibetliklar bilan bizning farqimizda bu ikki iqlim ya uch iqlimning qurolliq urush qilamiz deganlar olsun, ya'ni qurolliq urush qilma deganlar ularning shu rasmiy jangchilari bunday aytgan chog'da. Bizning Uyg'urlardimi bor? İnsan haqlari da'vosi qilayotgan ulardan bormi? Bor. Ulardan mustaqillik da'vosi qilayotganlar bormi? Ammo bular Tibetliklar bir-birisi bilan dushmanlashmaydi. Bular inson haqlari da'vosi qilayotganlar inson haqlari da'vosi kategoriyasida o'zining Amerikadan keladigan yordamlarini elib, shu 17 million dollar pul berishni Tibetninki 17 million dollar puldan bahramon bo'lishining sababimi mushu paramparchilik yo'q bularda. Bularda birlik var. Şu berilgan 10 necha million dollarninki bir qismini inson haqlari davosiga, birisini mustaqillik davosiga, hammasi barobar shu puldan bahramon bo'lib turib, bu davosini Amerikada qonunliq holga keldi desak bo'ldi. Qonunliq holga keldi deganimiz Amerika o'tganki programmalarimizda bir deb o'tib ketdik. Amerika qonun bilan ish qildigan qonunliq poraxo'rlik, qonunliq oqish qilish qonunlashib ketgan, ya'ni oqish qilish, poraxo'rlik qonunlashib ketgan bir davlat. Masalan, donation berish, ya iyona qilish. Undan keyin lobbychilik deydi, qonun advokatlarini rasmiy xizmatga sepib turib, Amerikaning qonunshunoslari yoki senatorlarga mushunda qonunlarni loyihalatish uchun, qonunlarni sunish uchun rasmiy qonun yo'lidagi teshiklarni izlash yo'lini tutdi. Ammo bizninkilarda bunday ish bormi? Yo'q. Bizningki o'ttirliqda dushmanlik, mustaqillik talab qilganlarni, inson haqlari talab qilganlar mushu bizning kelgusidagi armonimiz, Xitoy bilan birga yashaydigan armonimizni yo'q chiqarayotgan bo'ldi bular. Bu Xitoydan battar dushman deb ko'rilish bor. Mustaqillik talab qilma degan odamni dushmandek ko'zi bilan qarash bor bu yerda. Mushu halga aytyapti bizning Sharqiy Turkiston to'g'riliq va Uyg'urlar to'g'riliq nima uchun mustaqillik Sharqiy Turkistonning mustaqilligini taniydigan bir qonun loyihalari hozirgacha o'tirib chiqmadi degan chog'da abay qarindoshlarimiz deb o'tib ketgandek oldi bilan bizni adam bo'lishga undayotdi. Biz oldi bilan Ayada bir ama qarindoshimizdan Ümitning gap tuggandikin demakchi, ayada biz Amerikaga ishonsak bo'lamdi degan bir savol vardı. Abayatdan anglab qoldim. Jasorat o'qirman. Savol bormi yo'q ashnaqa? Mening ashnaqa javob berdim bor. Ishonsak bo'lamdi Amerikaga deb so'ragandi. Men ashnaqa javob bermoqchi, men Ümitning gap tuggandikin deb qo'ydim. Atlab ketmaydi. Meni hamda gapimni tugay deb qoldi, oz qoldi bu vaqtda. Demak, bu yerda nima degan chog'da biz o'zimiz yetarlik mushu mustaqilchilar, mustaqil Sharqiy Turkistonning mustaqilligini talab qildiganlar, biz yetarlik holda o'zimizningki davosini endi boshladik desak bo'ldi. Endi boshlandi desak bo'ldi. Xalqimiz endi uyg'ondi. Jilloch so'ski silinib og'ziga kichik bolani ahmoq qilgandek ahmoq qilingan xalqimiz endi uyg'onyapti. Endi bu mustaqillik talab qilishlar boshlandi. Masalan, hozir Amerikada o'xshamagan tashkilotlar, o'xshamagan siyosiy aktivistlar va xalqaroning boshqa yerlardan Amerikaningki siyosatchilariga ochiq oshkora mustaqillik talab qilgan xatlar yozilishga va ko'rishish appointmentlari elinib ko'rishlar boshlanyapti. Bu yerda endi mustaqillik talab qilgan da'vo 2 yil bo'ldi boshlangani desak bo'ldi biz. Xatolashmasak 2 yil bo'ldi aran. Ammo bu
deganlik Amerikada mustaqillik talab qilsang anglamaydi degan gap yolg'on qarindoshlar. Hem Amerika, Bay Abdurrahimjon deb o'tib ketdi, Amerika amaliyotda Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'urlarni vaqti kelsa Tibetliklardan jiq qo'llaydi. Bay Abdurrahimjon bu kim bu xatolashmasam bir sonlar deb o'tib ketdinglar. Eng negizlik bir yeri var. Yani Sharqiy Turkiston bütün Uyg'ur xalqi bu yerda qon to'kib, jinini berib urush qila oladigan bir xalq bu. Va qiynida özünü atalaydigan, ben ölsem şehit deydigan irade boğanlığını bu Amerika bizden ondan biladi. Ameliyatda insan hakları, kişilik hukuk talep kılıvatqanlarını yaxshi ko'rib ketamdi Amerika desa undaq emas. Amerika bu bir askeri kuch bilan nəhayət qudratli davlat, dunyodagi askeri kuch bilan qudratli davlatning biri. Bundaq davlatga askar kerak, askar. Xinim mijozlar kerak emas. Bu Xitoy ishg'ol qilib olgan bir davlatdan yana inson haqlari talab qilib bizni ancha-muncha beshimizni silab qo'ysa bo'ladi deydigan xotin mijoz, xinim mijoz millatlarni bular yaxshi ko'rmaydi. Bu deganlik xotinlarga, ayollarga haqorat deb o'ylab qolmanglar qarindoshlar, bizniki o'qishlar. Xinim mijoz deganning ma'nosi boshqa yerga bordi. Bunda siyosatni xinim mijozlik bilan qilgan millatlarni yaxshi ko'rmaydi bu Amerika amaliyotda. Bu Suriyadagi, Iroqdagi Kurdlarga o'xshash qo'liga qurolni versa 3 oyning ichida rasmiy muntazam askar bo'lib chiqa oladigan, otaman, chopaman deydigan o'zininki egilik huquqi territoriyasi uchun kurash qila oladigan xalqlarga amroq. Kerak bo'lsa, xuddi shu Iroqdagi PKK'ninki ismini o'zgartib, mayaqda YPG qilib o'zgartib, Turkiyaninki tunishig'iga tishlab qo'ygan muntazam bir askariy qo'shin qilyapti, shuni davlatdek qilyapti shu kurdlarni. Vaqti kelsa Amerika shunda xalqlarga amroq. Mening gapim tugadi. Endi bayataqi gapni desak, qarindishimizning so'ziga omonat qolmasin dedim-da. Yana birisi men shu savolga anjiq yo'liqdim-ku, men bir Amerika deb shu ko'pchilik bilan bilaman emas. Boshqalardan shunday savol so'raganda kelgandan keyin bu yerda umumiy jamiyatlarda bo'libmi o'chig'indayli bu masala Turkiyada nihoyat og'ir ekan. Bu Turkiyaningki qarindoshlarim sizgiday Turkiya 2011 yildan tartib Amerikaga bo'lgan siyosatni o'zgartgan. Gerçi NATOda bo'lgan bo'lsa-mu, bu o'zi bilan hamkorlashmaydigan, o'z oldiga bir siyosatni tutib kelgan. Ammo bu temaga jiq kirmayman. Bu savolning o'zi Amerikaga ishonsak bo'lamdi deysiz, men sizga deyman qarindoshlarim, savol so'ragan qarindoshlar emas, boshqalarga deydiganim. Bugün birinchi dunyo urushi qarshisiz 3 imperiya jang qildi. 3 imperiyaning teshida bir millat teshida qomidi, buni o'rganib oling. Ikkinchi dunyo urushi qarshimizmi asosan o'xshash, nayt oz xalq teshida qilib qolgandan boshqa yana dunyo urushidagi bir urushning ichida bo'ldi. Shunda urush qildi. Ham bugunkini selishtirsangiz, bugunkining o'zimi shu qurolliq etishmagan bo'lsa-mu sizga Gomburtib necha tonna bombani bir-biriga tashlamagan bo'lsin, bugungi ish bu dunyodagi jangning siliqlashtirilgan boshqa bir qismi. Shuni Donald Trump apandim to'la deydi bu gapni, ko'z ko'rinmaydigan dushman bilan jang qilyapmiz deydi. Bugungi dunyoning jangi ko'z ko'rinmaydigan qismini qilyapmiz. Bu jangning ichida sizgiday nasionalizm bilan globalizm jang qilyapti. Erkin yolg'on deysangiz buni har qanday siyosiydan so'rang. Globalizmning ichida kim bordi? Xitoy Ipak yo'lini o'z ichidan 65 davlat bor. Shuning ichida Turkiyaligimizmi bor? Shuning ichida Qozog'istoningizmi bor, Qirg'izistonimiz bor, Tojikistonimiz bor, Pokiston o'xshash Pakistanlarimiz bor shuning ichida. Shuning uchun bu millat qirilib kassimi, bizga o'tirib bir eg'iz gapqamay o'tirdi. So'raydigan muxbir berib, Pokistonning haliqi xonmi, jonmi og'ziga o'tirib tiqvatay deb qasım o'tirib, men o'qimayman yani. Mening davlatimning, mening millatimning manfaati a'lo dedi. Bu yerdagi gap nima deysingiz? Globalizmning ichida siz bayotin o'tirib ishinib ketgan davlatlaringiz bor.
ularga berip ularning maydonda turganligingizning o'zi va nasionalizm bilan globalizmning ikkisining chegarasini orsak mayat Xitoyga yordam berganligingiz bo'ladi. Amerikaga ishonmasangiz yo'q anda bo'lsa betaraf tursam bo'ladi deysingiz bu o'tirib qarindishim sizga dey. Ikki odam bu yerda etishayotgan bo'lsa, biri o'zingizning Uyg'uri, biri Xitoy bo'lgan bo'lsa, men o'lmayman degan bo'lsangiz shu kameraga olib qarab turgan bo'lasiz. Bu mayatdan berib yana o'zingizning dushmaniga yordam bergan bo'lasiz. Bu yerda bizga olaydan cho'ng tanlaydigan alternativ yo'q. Biri ya Amerika tarafda tursiz, Amerikani o'z ichiga olgan nasionalizm tarafda, yoki globalizmni o'z ichiga olgan Xitoy tarafda tursiz, undan boshqa alternativ yo'q. Shunga men o'tgan yili 2019-yili BDT'da chiqqan natija eng cho'ng paket. Shu vaqtning o'zida Uyg'ur masalasini qo'llaydigan davlat 23, Turkiya betaraf, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Qirg'izistonlar Xitoy taraf bular o'tirib Xitoyga imzoni otdi. Shu vaqtimizda 23 davlat bizni qo'lladi, qolgan 133 davlat Xitoy taraf tutdi. Bu paket. Endi bugungi kuniga kelsak, Xitoy Amerika bilan bo'lgan 1,5 yildan boshlangan iqtisodiyoti yengilib bo'libmi Xitoy virusidan keyin dunyodagi butun xalq Xitoy degan millatni ko'rsa, ham bundan jazoga tortimiz deyotdi. İngilizce hem yerde uçuravatsız China must be held accountable deb bütün yerde jazoga tortimiz. Bugün o'tgan hafta Mike Pompeo efendimning doklad berishcha statni men ko'rdim davlatdan Amerikaning tarafida turib, endi tatqan ziyonni undirib oladigan, vaqt kelib qolsa Amerika bilan birga barobar harakat qiladigan shaklda 110 dan ortiq davlat endi Amerika tarafga o'tibdi. Mandaq jangning ichida bo'layotgan vaqtning o'zida bu ishonsak bo'lamdi, ishonmasak bo'lamdi. Agar ishonmasangiz, tabiiyki Xitoy tarafda tursiz, undan boshqa alternativ yo'q. Bu yerda o'tirib Amerika tarafda turganingizning o'zi to'g'ri. Bu jang bir minut qutubga bo'lingan bu jangning ichida siz o'tirib teshida tursingizmi Xitoyga yordam berasiz. Baya deyotgan davlatlarning endi bu yerda gapning o'zindagi ochiqda 1 minut men buni xulosalab aytay. Hozir ayni vaqtida Ipak yo'lda turayotgan davlatlar asta Amerikaning yeniga kelyapti. Ma gap muhim gap. Yeni o'tirib ular mangu bir yerda o'tirib Xitoy taraf turib oladigan masala emas. Masalan, Turkiya hozir o'zining pozitsiyasini o'ylayapti. Mening ishonishimcha, Turkiya uzoq qolmay o'tirib Amerikaning qishig'i keladi. Chunki bu yerda deyotgan gap, dunyoda bu iqtisodlarning hammasi cho'kdi. Korxonalar mangmidi. Bu yerda o'tirib u davlatning iqtisodini qayta qo'zg'atish uchun pul kerak, pul. Anda qos bu pul nereden chiqadi? Xitoydan chiqmaydi. Xitoydan chiqmaydi. Chunki Xitoyning to'ligidek puli qolmasdan yana butun dunyoga to'laydigan qarz bo'ldi. Faqat ijroat bosqichiga kirmadi. Bu pul nereden chiqadi? Amerikadan chiqadi. Shuning uchun bu foyda manfaat munosabatiga asosan har bir davlat o'zining o'rnini belgilaydi. Lekin nurg'un davlat biz deyotgan davlatlar o'rnini aniq belgilab bo'lmadi. Shuning uchun bu yerda bugun bu maydonda turadigan maydonimiz Amerika. Amerikani o'z ichiga olgan yaxshiroq qarang. Amerikaning endi qaysi davlatlar bor ekan? Germaniya bormikan, Fransiya bormikan va yoki Saudiya Arabiston bormikan? Yaxshiroq o'qigandan keyin ham meni yana tutsam to'g'ri bo'ladi ekan. Undaq bo'lsa, Amerikaning yerida asal bakaroq turg'um kamisa deysiz, Amerika bilan ittifoqdosh bo'lgan, Amerika bilan hozir 11 qadamdan mos elib menayotgan davlatlarning yerida tursangiz bo'ldi. Unda Japonni tatqicha bugun Amerikaning yerida turib tursangiz bo'laverdi. Xato yo'l emas. Rahmat, mening deydigan gapim shu. Endi bu erkinning gapiga men hozir bir narsa kallam keldi, shuni bir qo'shim chiqib qo'yay dedim. Birinchidan mening deydigan yerim biz bu dunyoninki hozir chaqbilak qanday menayotdi deganni tushunmasak, mushunda qalqib abayqadek savollar chiqadi-ku. Amerika nima uchun Uyg'urlarning mustaqilligini qo'llamaydi? Biz manchilik odam o'lib olsak, deb yoki bo'lmasa Türkiye'de yaşayotganlarninki ayerden yeyotgan tuzninki haqqı deb qo'yamda qilqi shu yerdan tuz haqqi uchun endi bu Turkiyada yashagan siri nihoyat o'xshash til, o'xshash madaniyat bunda bo'lgandiki bir qarindoshdek his qilib ketish bu normal u yerda. Men yashab boqqan shunda qarindoshlik
mehri tuyg'ilib ketadi u yerda. Xuddi biz vatandan ayrilsak ikkinchi davlatimizdek his qilib ketamiz. Burun Qozog'istonda shunday his qilatdik. Ancha-muncha qozoqlar bizni bulab qo'yganini hisoblamaganda. Endi bu yerda bir narsani oydin qilib o'tishimiz kerakki, davlat manfaati bilan millatlar aro qarindoshlik ikki masala qarindoshlar. Mana bu dunyoning chaqpilak qanday mingyotidi, buni tushunishimiz kerak degan chog'da albatta bu koinotni yaratgan Alloh taolo o'zininki bir hisoblari bo'lganga o'xshash mushu dunyoni hozir iqtisod orqali kontrol qilayotgan bir sanoqliq barmoq sanoqdek oilalar bor. O'tganda bir deb o'tib ketdik, to'plam qo'shib kelsa 150 oila atrofidamish bular. Masalan, mushu hozirgacha dunyoning butun iqtisodini, chaqpiligini peqirayotgan mushu Rothschildlar, Rockefeller oilalariga o'xshash mushu Amerikaninki va dunyo bo'yicha bular davlat territoriyasidan halqib ketganlar bular. Bular bir davlat uchun xizmat qildigan emas. Dunyoni o'zining iqtisodi bilan kontrol qilaman deydigan oilalar. Bu dunyoni amaliyotda boshqarayotganlar shu. Endi bularning shu iqtisodda manda bir narsa bor. Ba'zilar hozir ehtimolda Xitoy Amerikani yengib o'tib qolarmiki deydigan bir xato tushunchaga ega bo'lib qolgan Uyg'urlarmi borki, hatto boshqa millatlarning orasida bu hatto turklarda bu jiqroqga turklarning ichida va Xitoy onda kuchlanib ketdi, Chin manchilik kuchlanib ketdi. Hatto kelgusida Chin dunyoni so'rishi mumkin deydigan bir ahmoqona havaslarga ishinib ketganlar bo'ldi ekanda, Uyg'urlardan bo'ldi ekan. Bu mumkin emas qarindoshlar. Nima uchun degan chog'da şu aileler, şu dünyanın iqtisodini boshqarayotgan aileler 90% Yahudi, qolgani Hristiyan yoki Katolik. Buni unutmanglar qarindoshlar. Buning ichida musulmonmi yo'q? Buning ichida asla Xitoy bo'lmaydi, chunki bular haddidan tashqari o'zininki diniga bog'liq va dinni o'zlarining iqtisod dunyoni boshqarish uchun vosita qilib qo'llanadigan aileler bular. Yani bularni tushunmasak, dunyoni bundan keyin endi Amerikadan dunyoni boshqarish huquqini Amerika tatib olamdiki deydigan ishlar bo'lib qoldi. Chunki bular Xitoydek bir ateist, dinsiz, Xitoyga o'xshash o'zi uchun hamma nimani setib o'tadigan bir xalqning qo'liga dunyoni boshqaradigan kuchni topshirib qo'ymaydi. Endi bu bir. İkincisi Türkiye meselesi kelsak, bayırlık, urug' tuqqandochilik, millat, nima deymiz, qarindoshlik hissi dedik-ku. Unutib qolmanglar qarindoshlar, ayni vaqtda mushu Sovetlar ittifoqi bavaqlar bo'lishi deb o'ylayman, chunki İsmet İnönü'ninki davri ekan. Xatolashmasam bir 100 necha Ozarbayjonlik, ya'ni Ozarbayjonliklar Sovetlar bilan qarshilashib qilib Turkiyaga siyosiy panohlik tilagan vaqtida Turkiyaninki shu 100 necha azarini chegaradan topshirib berdi ekan. Topshirib bergan vaqtida shu chegarada ko'z oldida etib o'tadi ekan bu İsmet İnönü'ning davrida. Xuddi ayni vaqtda Pokistonning bizning Uyg'urlarni shu topshirib bersa Xitoy ko'z oldida etib o'tganga o'xshashlar. Shu Pokistonmi shu musulmon davlat, bu turklar o'zi bilan hatta Azariler bizni Azari demanglar, biz Ozarbayjon turkleri, Ozarbayjon degan bir davlat, Azari degan millatimiz, biz bir millat ikki davlat deydi bu Azariler. Ozarbayjonliklar. Endi demak bu yerda o'zining qon qarindishidan 100 necha odamni tutib bergan vaqtida bergan javobi nima desa, shu no'atdi millatchi davlat Türk milletçisi, komünizmga shunchalik o'sh bir siyosatchidan shunda javobni olgan to'q ayni vaqtda. Shu siyosatchi nima degan desa, İsmet İnönü'ninki, ya'ni shu hozirgi Cumhuriyetçiler Partiyasininki. Shu azarilarni shu yerga qaytirib o'tishi bu to'g'rimi degan javobga mush millatchilar nima deb javob berdi? Komünizmga tishtirnig'icha o'sh millatchilar nima deb javob berdi desa, u to'g'ri, chunki 100 necha qarindishimizni
Azerbaycanlık qarindishimizni saqlab qolish uchun bir davlatni pido qilolmadik deb javob berdi. Endi mushuningdan nimani ko'rib olgan oldu desa, bu yerda bir davlatni qutuldirish uchun kerak bo'lsa o'zimizning millati, qarindishi har qanday narsani, hatto jinimizni, o'zimizni, urug' avlodimizni, hatto oila, besot jinimizni qurbon qilish badaliga mustaqillik degan yo'ldan yonmaslik va iroda oldu millat deganda. Bu davlatchilik ideologiyasi oldu. Hamda agar voy turkning ko'ngli kelib qolamdiki, ya musulmon bo'lgandiki, mush arablarning ko'ngli kelib qolamdiki deb ashular taraf bo'lish, bu davlatchilik ya bizning vatanning mustaqil parvarlik bo'lmaydi. Bu satqullik bo'ladi, satqullik. Amaliyotda masalan Türklarni deb kelsak, men hozir o'chig'ini dey Uyg'ur qarindoshlarim, menmi Turkiyada yashagan, Türklar bilan nihoyatda yaqin o'tgan, hali ham bu Türk xabarlarini, medialarini davomli takip etayotgan, o'qiyotgan birisiman. Amerikada bu Türklar bilan nihoyatda yaqin munosabatda o'tadigan birisi bo'lish salohiyatim bilan shuni tavsiya qilamanki, Turkiyada Oq parti hukumati diktatorluğu yo'q bo'lguncha Türkiye qaytadan Amerika ve G'arb ellari bilan do'stlik munosabatini qurmaguncha Türkiye Xitoyning g'alchiligidan qutulanmaydi. Hozir keketdak kichik qaz. Shu silinayotgan ko'riklar, shu silinayotgan xuddiligi bizning Uyg'ur mustaqilligiga dushman Xitoy bilan birga yashab ketishni tarixiy o'zininki orzusi qilib yashab ketib qolgan mustaqillik davosini burmalayotgan Uyg'urlar bu yerga berib rasmga tushib biz ish qilyapmiz deb ko'rsatganga o'xshashlar va Turkiyaning Oq partiya hozir nima qilyapti desa Xitoydan olgan qazi bilan bu yerda ko'rik silib, bu yerda doktorxona silib qo'yib, amaliyot o doktorxona o ko'riklarning 30 yıl, 50 yıl, 100 yıllık qaz Xitoyga. Bütün qazga kekitda kichik qaz bilan silinayotgan narsalar amaliyotda shuni ish qildik deb xalqini aldayapti hozir. Shuning uchun Turkiya oldi bilan Oq partiyadek bu diktator hukumatdan Erdo'g'andan qutulmay turib, Turkiya vayron bo'lib ketdiki, Xitoyninki hatto Xitoy ishg'ol qilib o'tishi mumkin Turkiyadagi ya'ni. Ammo Amerikaga yaqinlashmay turib bu mümkün emas Uyg'urlarga yordam qilinmaydi. Shuning uchun Turkiyadagi qarindoshlar hisiyotinglarni besib bilib va vatanning mustaqilligini o'ylasanglar, Turkiyadagi qarindoshlik hissini qo'yib qo'yib, bu mustaqillik hissiyotiga o'zinglarni mustaqillik tarafiga minglar. Qarindoshlik bu asqatgan narsa, ammo o'zining davlati o'g'a vaqtida tang barobar o'g'a vaqtida asqatadi. Türkler bilan biz qachon haqiqiy qarindosh, haqiqiy tang barobar do'st bo'laymiz degan vaqtida Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilib, Uyg'urlar shu davlatning egisi bo'lgan vaqtida qolgan qozoq, qirg'iz, o'zbek, turk, butun shu qolgan turk jumhuriyatlari bilan haliqi Türkler arzu qiladigan Türk birligi deganda Sharq Turkiston Uyg'urlar o'zining davlatini qurib chiqqan vaqtida shu bayrog'imiz shu yerga esilgan vaqtida birlik şu vaqtida do'st bo'laymiz, qarindosh bo'laymiz. Agar unda bo'lmasa, bizni shu o'yincha qilib o'ynashdan boshqa narsaga yaramaymiz Turkiya uchun. Tamam, rahmat. Endi programdan bir şey deganimizdek bu mustaqillik temasi chiqqandan keyin Hong Kongdan Tibetniki xalqimiz orasida bir xil ruhlanish, jonlanish bo'lgan bo'lsa, baya biz tilga olgan teslimchilarniki bir nimasi bor. Ulardan inkas geldi yani. Ularniki bu oturup tashlab qo'ygan bir jesi var. Uni yo'ldosh Maymayti deydikan, Maymayti jemi deydikan, ish qilib musiqani oyog'i Uyg'urlar orasida nihoyatda muhim ishlar bo'ldi. Masalan, deylik, İlham To'xta institutiniki satchiligi u voqeasi bo'ldi. Onundaki 70 yılına yağı beslip kalıpkan mühim bir materialının nimesi çıktı. Bu vaka oldu. Ama başka müstakillik doğrusu da nurgun talaşlar çıkıp gidiyordu. Neçe vaktin oturduktu sefer şüge maymunlar yok. O maymunlar Abdurrahim Can tesirligende garının asıl kirketti yani. Yok. Mühim işler olganda boyununu göstermeydi. Can tinciganda, kulak yakılaganda, işler boğatkanda, nəğmə nava boğanda var. Ama bir ceyini çıkarıp koydu bula oturga.
ve uzundan buyon anglab kelayotgan da'vo sepidagi J deydigan yo'ldosh Maymayti To'xuti mundaq debdi bu MMT'nikini bir anglab baqaylik gapini avval. Salom Qahar. Endi Amerika tashlab qo'ymaydi deb unda degili bo'lmaydi. Sen bir PhD o'qigan Harvardda. Ya'ni har qanday davlatning birinchi o'ylashligini bu millat mushu ishni ko'tara olamdi, bir taraf qila olamdi degan savol. Birinchichi bu Amerikaning Iroqqa kirganda Ahmed Chalabi voy Amerika sizlar kirsanglar Iroqliklar gulchambarak tutib qarshi oladi deganda unda ishonmay shuni Ahmed Chalabi nada hozir yo'q. Mana Tibetlik masalasini men nim qilaman, misol beraman. Agar shunday sharoit bo'lib qolsa, birinchi mustaqillik oldi Tibetliklar deb. O Uyg'urlarning nima degani, nima qilgani emas. Agar Tibetliklar nima qilsa, mana o'tir yo'l, hatto madaniy avtonomiya talab qilgan haq. Lekin g'avg'oni oz qilib, shapkini oz kiyib, ish qilishni o'rgangan davlat boshqarish sistema qurilma qilgan Tibetliklar. Hozir tayyor hukumat va hatto hukumat deb atamayotgan haq, ya'ni Tibet Central Administration deb ataydi. Bu yerdagi masala Amerikaning tashlab qo'yishi yoki u masala emas. Uyg'urlar shunga tayyormi? Uyg'urlar shuni idora qilg'idek bir capacity, bir nima bormi, sapa bormi, masala bu. Ya'ni Amerika masalan qarab boqadi. Shu cho'ng g'avg'a quruq parang qilayotganlarga bu davlat boshqarish qandaqdir bir tashkilot uning o'xshamaydi. Bu davlat boshqa bir narsa u. Shu davlat boshqarishni shu rayon bexatarligi, shu davlat shuna mustaqil bo'lsa, qo'shnilar bilan, atrof bilan, rayon bilan, yana dunyo bilan inoq o'talamdi. U bu degandek mush masala hech qanday davlat bir mustaqil bir yana qilib qo'yay, nim bo'lsin deydigan ishonmaydi. Bo'lib Amerikadagi davlatlar. Chunki bularning O'rta Osiyada cho'ng manfaati bor. Yolg'iz Xitoyga o'chmanligilar masalasi emas. Bu yerda O'rta Osiyodagi neft va O'rta Osiyodagi bir siyosiy tamponliklar va nurg'un narsalar borda. Shu inchki tamponlikni hisoblab, shuningga mos qadam bilan Uyg'urlar shuni jo'ndalamdi. Birinchi mencha so'raydigan savol shu. Agar uning Uyg'urlar tayyor bo'lmasa, qilib qilaverdi. Ya'ni Amerikaning Uyg'urlarni mustaqil qilishgan qarzi yo'q. Shunga chet eldagi ziyolilar mencha uşaq gapni oz qilib, o yo'g'on o gaplarni talashmay, biz shuningga tayyormi? Kam narsalarimiz nima? Shuni qanday qilamiz? Shuni qanday to'liqlaymiz? Qurilma qurish. Bir davlat boshqaradigan, idora qiladigan mustahkam bir sistema qurish. Yillardan buyon bizlar da'vatgan gapimiz shu. O qalpoqni kichikroq qilib, ishni cho'ng qilish. O'zining yo'lini to'sab qo'ymaslik. Agar shu orta bo'lgan bilib, bizga Amerika mana mustaqillik degan qonunni bizga chiqarsa bo'lardi. Bizga chiqarmay nima deb madaniy avtonomiya talab qilgan Tibetliklarga shu narsani o'tirib qo'yadi. Chunki Allohning sistemasi va qurilmasi va masala bu. Necha vaqtdan beri bizning da'vatganimizmi shu? Yo'ldosh Maymaytici nima deydi bu yerda? Yo'ldosh Maymaytici deydi. Biz mustaqillikqa tayyor emas deydi. Ya'ni Amerikaniki bu qatam ishkiyaniki Hong Kong bilan Tibetnikini ismini atab bizga atamas, bizning ismimizni atamasligidagi asosli sabablarning birisi biz tayyor emas. Ya'ni bizga o mustaqillikni bersin, biz davlatni boshqara olmaymiz deydi. Bu gaplarda bu tetiqsiz gaplarni o'tgan yillarni anglagantoq bir Amerikadagi bir manqi chiqib bizga bir yezni bersa boshqara olmaymiz deganda ma'vo endi xalqimiz hayajonga cho'kkan bir mezgilda, ya'ni Tibet bilan Hong Kongning mustaqilligini qo'llaydigan inshaalloh bu fursat bizga keladi deb xalqimiz hayajonda o'tganda ma'vo dokninki JC chiqib yo'ldosh Maymayti To'xuti yana deydiki biz hozir emas. Bizda davlat boshqaradigan iqtidor yo'q. Shuning uchun Amerika bizni kirgizmadi. Shunga biz yo'g'on so'zlamay, ma'vo ekrandagi to'rt odamdek quruq shirtin atmay, amaliy ish qilaylik. Yana biz tayyorlik qilib, yana shu dokning rahbarligida
şu hükümet kuralaydigan bir sistemni shakllantirayli. Ana shu chaqda Amerika bizga mustaqillikni berdi, bizning ismimizni qo'shib qo'ydi ishqisini qarsiga dedi. Bu hamoqatga nima deb javob bersizlar qarindoshlarim? Endi bu balangza mushundoq gap qilganda u o'ziniki shaxsiy fikri emas. Mundaq bir ching'aroq yerga kelgan chaqda javobgarlik surishti qilinib, xalqimizning o'zi bakrak qistab ketgan chaqda o'zining shaxsiy fikri deb hammasi o'zini sug'urib oladi. Xalq, ya'ni ko'pchilik sukut qo'ygan chaqning o'zida u gap rasmiyatli gap bo'lib meni yurdi. Bu qurultaychilarningki shundoq bir xarakteri bor. Endi mishada bir azroq bir tafsiliy so'zlaydigan bir ish bor. Uzun yillarning yog'i bizga deb kelgan gapi nima desa, biz g'arbga mustaqillik desak, bütün g'arb davlatlari, Amerika, Xitoy bilan savdo iqtisod siyosiy munosabatga bak yaqin. Bizning gapimiz qat'iy anglamaydi deb bu xalqqa bunda tushuntiradi bo'ladi. Andan keyin bular g'arb davlatlarininki darvozasiga borgan chaqda sizlarga nima lozim desa, bizga tinchlik kerak. Bizga insoncha yashash, shu Xitoyninki hokimiyati ostida xotirjam bir yashag'dak muhitni bas shu yetidi deb ularga andoq deydi. Bizga mustaqillikdan eg'iz ochsak, o bizni kirdirmaydi, o g'arb davlatlari darvozasini ochmaydi deydi. Endi o'ylamagan yerdan bu Amerikaning o'zida bu Tibet, Tayvan, Hong Kongninki mustaqillik bir talablari Amerika hukumatining ichida o'tirib qo'yilib qolgandan keyin bular endi yolg'on gapga hech qanday bir binasi topamadan yanchiq yo'q endi bu yolg'on gapni sevolgan uchun. Yanchiq qolmadan meni sen deyotgan g'arbning o'zi, Amerikaning o'zi Tibet, Hong Kongninki mustaqilligini o'tirib qo'yamiz deyotdi. Bunaqa nima deysa degan savol chiqdi endi bu yerda. Chiqqandan keyin endi yuzidagi hilqi sharmandilarcha, xoinlarcha niqobni yechib tashlab turib, ochiq oshkora kommunistik Xitoy bosmachilarining tarafida turib, hozir Uyg'urlar u yerda davlat boshqarilmaydi. Shunga Uyg'urlarga mustaqillik degan bundoq bir haq huquqni Amerika unamaydi. Uyg'urlarning salohiyati yo'q degan buni o'tirib qo'ydi. Bu uzun yilning yog'i, yana 96-yildagi shu yoshlarningki o'tirib chiqqan vaqtida, 96-yildan boshlab 24 yildan buyon yo'shirib kelgan nelaka qizil yuzi, Xitoyning bayrog'i bilan bo'yilib ketgan, nelaka Xitoyningki o'q bo'lqisi sinib ketgan yuzi endi oshkor bo'lib chiqdiki, Uyg'urlar davlat boshqarilmaydi. Buni kim deydi? Uyg'urlar o'zi idora qilinmaydi degan gapni kim deydi? Bejin deydi. Xitoy Kommunistik partiyasi bizni ishg'ol qilib yotgan Xitoy hokimiyati buni bizga nima deydi? Sizlar bizni aydilsanglar, o'zinglarni yeysa idora qilinmaysizlar. Sizlar beshinglarni yeysizlar deb Uyg'urlarga nima deydi? Chet elga nima deydi? Bu haq qaloq ma'rifsiz tapliqsi bir xalq bular o'zini boshqarolmaydi. Shunga biz idora qilib tursak bo'lmaydi. Deydi Xitoy degandek Xitoyning o'zi 98-yildan boshlab bir turkum molla maqsumlarni qanot quyrug'ini tashlab chet elga chiqarib o'tish orqali u yoqqa Afg'oniston Taliban, bu yoqqa Suriya Daishlarchilik, Al-Qoidachi olib sherik qilib turib, mana Uyg'urlarning o'zi vatan, millat, davlat, tinchlik degan bir narsani tushunmaydigan bir xalq bu. Bularning o'zi nerede qon to'kadigan ish bo'lsa, shu yerga berib, dunyo tinchligini buzadigan bir xalq. Deb buni bitardan ko'rsatdi degandek ularning ichidagi nayti usta tarbiyalab yetildirilgan jasuslar bir qo'lda Qur'onni, bir qo'lda miltixni ko'tarib turib, Isroiliyani yo'qotamiz, Quddusga biz tavhidning bayrog'ini qaraymiz,
Aqsarayga Dövlətinin bayrağını qadaymayız deb G'arb dunyosiga dushmanlik qilib keldi 20 necha yildan buyon. Ular adratni isbotlayotdi, moddiy paket bilan Uyg'urlarga vatan, davlat, mustaqillik deganish kerak emas. Uyg'urlar tinchlikni sevmaydigan, mushunda buzg'unchi, dajjalga o'xshash bir xalq deganni bir yoqdan isbotlayotdi. Yana bir yoqdan siyosatchilarning o'zi, yani Xitoy yasab chiqarayotgan bu yurigi Xitoyning qizil bayrog'i bilan o'rilib ketgan bularning o'zi Uyg'urlarga, ya'ni Uyg'urlar bu yerda bir davlat tutanmaydi, salohiyati to'shmaydi, layoqati to'shmaydi. Nimishqa degan chol ko'ryapsiz, chet elda tafriqchi bo'lib, erkin demokratik davlatda bir tashkilotning ostiga jam bo'lib, yig'ilib Tibet'e o'xshash o'zi ko'rishdanmidi, shuning uchun Amerika bu Uyg'urlarga mustaqillik degan bunday programni hozir o'tirib qo'yolmaydi dedi. Bir qurultayning ichida 10 necha yil yaqinda boshi erishdi bo'la. Mushu qurultayningki bayrog'ini ko'tarib yurib, dunyoda davlat uchib yurgan Robiya Qodirning o'zini, Robiya Qodir xonimning o'zini qanday qildi? Seyittim Turkni qaysi holga keltirdi? Memtimin a'loga o'xshash ixtisoslik bilimli kishini qaysi holga keltirdi? 10 necha tashkilotni qanday holga keltirdi? Ular nima uchun qurultaydan bilinib chiqib ketdi? Bularning o'zi haqiqatan yana bir davlat boshqaruvidagi salohiyatni, davlat boshqaruvidagi qobiliyatni yetildirmaymiz deydigan iqtidori, ya'ni shundoq deydigan bir niyati bo'lgan bo'lsa, bularniki u o'zi qurib chiqib, o'zi harakat qilib qurultayni u holga keltirmaydi. Ular o'zi faoliyat qilayotgan tashkilotning o'zini vayron qildi, ichini vayron qildi. Millatning o'zini nafratlantirdi, voz kechdi, umidsizlantirdi. Mushoratga akib turib, yana nomus qilmay Uyg'urlarning o'zi davlat, yana hokimiyat tutqidak bunda qobiliyati yo'q. Degan o'zim degan gap bu. Xitoyning naq o'zining gapi. Xitoyning deyotgan, yana Xitoyning bayonotchisi degan gap bu. Xitoyning bayonotchisi faqat Xitoyning elchixonasining ichida yoki Beijingda bo'lmaydi. Xitoyning bayonotchilari Uyg'urlarning ayoltuzluq ko'k bayrog'ini ko'tarib yuribmi, aktiv faoliyat qilib yuribmi, Xitoyning bayonotchiligini qildigan bunday bayonotchilar dunyoning har qaysi joylarida bor qarindoshlar. O'ylab qo'yinglar, o'tgan yilning oxirisi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz mushu nimaga BDTga yoki Amerikaga da'vo qilib Xitoyning ustidan irqiy qirg'inchilik qildi. Yani Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik jazosi yurgizdi deb da'vo qilingan chog'da mushu adashning o'zi, mushu balangizning o'zi, ya'ni Mehmet To'xti degan balangizning o'zi bizning qo'limizda paket yo'q deb o'tirib chiqqan. Ya'ni Xitoyni irqiy qirg'inchilik qildi deb Xitoyning ustidan da'vo ochilgan, qo'limizda paket yo'q degan. Angliyasi gaplarni misolga aytib turib, belki yoviyatindaq yolg'on gaplarni deb turib, biz faqat madaniyat qirg'inchiligi daralaymiz, irqiy qirg'inchilik desak qo'limizda paket yo'q. 50 adamni biz ko'rishdanmaymiz, mapalarni o'ltirib deb ko'rishdanmaymiz. Irqiy qirg'inchilik degan odamni bo'g'izlab etib o'ltirib deganlik bo'lmaydi. Irqiy qirg'inchilik BDTning irqiy qirg'inchilik, xalq qirg'inchiligi, millat qirg'inchiligi degan qonun, nizom moddalarining ichida bayon qilingan bayonnomalarningki her qaysi tarmoq moddalarga Xitoyning bizga yurgizayotgan jazosi naq ashunga tushadi. Naq irqiy qirg'inchilik. Mushuning o'zi bizning paketimiz yo'q degan bu Uyg'urlarga shunday raddiya berib, she'rab binasini bilmaysizlar, hadimamsizlar. Biz o da'vo qilayotgan 40 yillik, 30 yillik, 20 yillik siyosatchilar bilmay qilibsizlar, sizlar bilamsizlar deb turib, buning o'zi shunday raddiya berib ketib chiqqan Uyg'urlarga. Endi ma tushunayinki bu Tibet, Hong Kong mustaqillik qonun taklifnomasining o'ttirig'i chiqishi bilan bu gapni ko'tarib chiqdi. Uyg'urlarningki hokimiyat boshqarg'idek layoqati yo'q. Shuning uchun Amerika bir yana biladi. Tibetning hukumati tayyor, u agirib boshqarib ketalaydi. Hong Kongning tayyormi? Hong Kongning hukumati Beijing idora qilayotgan hukumatlar bor. Va Tibetning o'zimi Beijing idora qilayotgan hukumat bor. Tibetning chiqargan hukumati u yerga kirib, pak ya'ni supurib chiqib, u yerda mana Tibet hukumati bunday qilmaydi ular.
Aşı Tibet'in o'zida bugungi kunda Xitoy Kommunistik Partiyasiga aktiv sadiq xizmat qilayotgan nahiya amballari, valilar, Abdurrahim boshliqlari, ashular partiya sekretarlari, ashular uyaning o'zida hokimiyatni qo'lga oldi. Tibet mustaqil bo'lgan chog'da xuddi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston jumhuriyatlariga o'xshash ayni vaqtda Sovet ittifoqining partiya komitet sekretari bo'lgan Kerimov, Nazarboyev, Aqoyevlarga o'xshash shularning o'zi mustaqil bo'lgandan keyin bizning mustaqil Qozog'iston jumhuriyatimiz, O'zbekiston jumhuriyatimiz deb turib, u yerimiz davlat boshqargandek Tibetdagi avtonom rayonning boshliqlari Tibet davlatining amaldorlari bo'lib, hech bo'lmasa 70% ya'ni noyat qonunliq jinoyatga petib ketmaganlari aşağıda devlet başkanlığı yürüdü. Bizimki de ötkinç hükümet azık aşağıdaki bizgi zulüm seyrevatkan aşı kadrlarının özü yani müstakil Şarkı Türkistan kurulgan çığda aşılar yani hakimiyette işimiz 70-80% saklanıp kalıdı. Bu aylık hep kaçta mandak sahtipez geplerinin özünü azı Uygurların ümmetsizlik için de atıdı. Uygurlar biz başqaramaydıkimiz demişsimi hükümet delse bir munç başlanıp ketdi. Kurultay desek bu çöpçilerimiz hakkında pul yığıp kaçlaştın başını bilmeydi o. Bular şunda diyanetsiz. Yeni bir skop ya bir yerde onu atımız kapır dep kapır qo'g'lab yürüdü miltiq götürüp. Zadı Uygurlar bir işini qılanmaydıkimiz deydigan munda bir qanat keltirip ümitsizlendirish uchun Uygurlar devlet başqurgudak hakimiyet tutduğudak salahiyette yani kabiliyette igemezler Xitoyninki zuvanini Uygurning ovozini chiqarib bunu qandoq bir Uyg'ur deydi va mush bugungi kunda Tibet bilan Hong Kongning o'ziniki mustaqilligi degan bir programmaning o'zi o'tirib chiqqan chog'ning o'zida Uyg'urlar shuncha intilayotgan. Voy bizga nima bunda qonunni o'tirib chiqarmaydigan-do deb ko'ngil yerib bo'layotgan chog'ning o'zida buningga tasalli beradigan, to'g'ri tushuncha beradigan yerdan chiqmay turib, Uyg'urlar buni layoqatli emas degan bundaq shovkashning o'zining yuziga tikilmagan Uyg'urlarni va nima deymiz endi? Bundaq shovkashlarning o'zini shovkash solamchi deymiz biz. Siyosiy solamchi deymiz. Bularning o'zi Abdurrahimni bu qolgan bo'lsa, shu vatanda bu qolgan bo'lsa bular Nayın hakim bo'lgan bo'lsa yoki vali bo'lgan bo'lsa yoki bir kentning boshlig'i bo'lgan bo'lsa, aşağıdaki Uyg'ur qizlarini tanlab Xitoylarga solab turgan solamchilik qilyapti bular. Qarindoshlar, gapman o'sha Uyg'urlar davlat tutdiqdek hokimiyat tutqish qobiliyati yo'q degan mushunda munofiqlarning o'zini da'vogar degan Uyg'urlar sizlarga nafrat qilish to'g'ri keladi. Gapman shu. Uyg'ur qurultiyi deyotgan bir narsa bor. Dunyo Uyg'ur qurultiyi deyotgan biz qurultay bilan hech qanday zidiyatimiz yo'q. Qurultay o bir tashkilot, o bir organ. Bu organning ichiga kirib olgan, bu organni qo'lga olgan bir qancha munofiq bor. Barmoqlari sanag'rak bir qancha munofiq bor. Mushu munofiqlarning o'zi Amerikaliklar sizga nima lozim deb o'tirib chiqib, mustaqillik lozimmiz yo avtonomiya lozim deydi munofiqlar. Uyg'urlarning kesib kelgan chaqda nima deydi? Biz mustaqillik desak, biznikimizni o'nglamaydi deydi. Endi bu niqoblarni hammasini tashlab, Uyg'urlarning mustaqil hokimiyatga qobiliyati yo'q dedi munofiqlar. Tiya yuzingga munofiq. Muhtam munofiqlarni da'vogar deydigan bir muncha lamzalla Uyg'urlar, uyqonli ichinglar. Qo'polga qo'ydim. Mesha to'xtab qolayman. Ya men birga Abdurrahimjonning gapiga o'xshamagan bir yani ko'znakdan qaray. Abdurrahimjon siyosiy, tashkiliy, davlatchilik ko'z qarashidan dedi. Men buni shaxsiy bu insonning shaxsiyatidan qarashni unutib qolmasligimiz kerak deganni ta'kidlamoqchi bu yerda. Hamda mush gapni da'vatgan odamga bir diqqat qilib beqishimiz kerak-ku, mushtaq gaplarni da'vatgan. Va bu gaplarni nima uchun Abdurrahimjon megizliq bir gapni qildi. Mana solamchilik degan bu siyosatdimi solamchilar bo'ldi-ku, bir o'zining millatini boshqa millatga solab bergan siyosiy solamchilar bo'ldi bu endi. Shu xuddi Abdurrahimjon degandek o'zining millatining, o'zining
millatidan bo'lgan bir qarindoshlarni, qizlarni boshqa millatga olib solab berganga o'xshash o'zining millatini taslim qilib bergan odam ham solamchi ham sotqin bo'ladi endi. Endi bu nima uchun shu dunyo Abdurimjonning gapiga men yana bir takrorlab o'tay. Men nima shu o'xshash fikrda Dunyo Uyg'ur qurultayiga qarshi emas biz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultayi men shu o'xshash Abdurimdek o'ylayman. U butun Uyg'urlarning tashkiloti amaliyotda. Lekin shu yani kontrolga ilib olgan bu yerda siyosiy satqinlar va siyosiy solamchilar bor bu yerda. Endi shu solamchilarning ichidan nima uchun davomli mavut solamchini jiqroq chiqarib qo'ydi bular degan gap bo'lmaydi-ku. Nima uchun ola iliq sahnaga o'zi tushmay mavut cho'ng solamchini chiqarib qo'ydi degan chog'da bu shaxsiyatidami solamchilik bor buningcha. Endi bu iliqi masalan o'zining tenini sotgan odamni turklarda o'risbu deydi. İngilizce bitch, whore deydi. Bu whore, bitch, uruspu degan gaplar Uyg'urchada ham jalab, dalvrayli bu gapni. Bu yolg'iz ayol kishiga qartilganda ko'rinib qoldi-ku bu gaplar. Ammo o'zining tenini sotgan er kishiga nima deymiz bu yerda ham masalan bir xotin kishiga o'zining tenini sotgan er kishi bo'lsa, uni nima deymiz? Buning Uyg'urcha buning kalimasimi yo'q buningda. Azdak köttem. Azdak. Ya endi bu gap shu yerga bu qara buningda Uyg'urlarda chunki er kishining o'zining tenini setib xotin kishiga qulug'an bundaq bir er kishilar oz yo'q Uyg'ur tarixida shuningga buningda ilqi so'z tadqiq qilinmagan Uyg'ur xalqida bundaq bir er kishiga bundaq er kishilarga masalan ilqi Xitoy millatida vijdon degan insof degan ma'no bo'lmaganligi uchun millat masalan men nurg'un o'sha Xitoy tili o'qiganlardan so'rab baqdim insof deganning tarjimasi bormi Xitoychada desam tepparamidi chunki bir millatda shu narsa tajriba qilinmagan shu narsa engidan o'tmagan narsaningki tilimi tadqiq qilinmaydi ekanda masalan bizning Uyg'ur millatida erlarning o'zining tenini o'zidan kuchliroq ayollarga setishda buning ishlatilgan so'z yo'q. Endi bu Mehmet To'xti degan shu Uyg'ur tarixida ko'rilmagan ashunda urus bu. Nima uchun degan chaqda Turkiyada yashayotgan vatanda Abay Abdurimjon dedi, vatanda shu Xitoylarning cho'moqchi Dadojang, Shodojongmi bo'lolmagan bir qobiliyatsiz birisi bu. Shuning bilan chatga chiqib qolgan, shundaq bir maqsadlar bilan nalardan qanday chiqib qolgan aniq emas. Turkiyaga kelib, jambaqamay o'zidan qeri bir xotinni elib, o'zining tenini qeri xotinga sotgan va o'zidan puli jiqroq bir xotinga. Endi buni erlarning ichidagi uruspu deymiz buni. Ya'ni inglizcha buni bitch deymiz. Uyg'urcha jalab deymiz. Erning ichidan chiqqan jalab bu. Endi bunda adam nima bo'ldi desa, mavu eliqi qolgan siyosiy so'lamchilar nima uchun davomli buni oldiga chiqarib qo'ydi desa, bu eliqi rasmiylam bunday aytgan chog'da urus bu-da bu. Bunda urus bu-da ya nomusunmaydi, ya diplom bor. Diplomi bor, kasbiy javob bu endi. Bunda bo'lgandan keyin bu ya erkishlik bo'lmaydi bunda qilqi bunda odamda yoki bir erining oldiga yugura ovozini anglab baqsan xotin kishininkidan battar g'iching bir ovozi bor buningki. Bu yo bir er kishining oldiga yugurib chiqib nima deysa deb baqqan er kishi emas. Chunki bu tenini xotin kishiga sotgan jalob er kishi bu. Endi bunda er kishi endi shu o'zining tenini sotgan shu qeri xotinmi buni qo'yibdi anglasa buni. Endi shu qeri xotin bilan tutgan uyinimi uy qilib tutolmagan bir manda bajariksiz azilak bu. Endi bu ayni vaqtda shu Kanadadek davlatda jambaqamay, Kanadada ne yigitdek er kishilar bor. Tijorat qilayotgan, do'kon ichayotgan, oshxona ichayotgan, nima deymiz, xushxonchilik qilayotgan, charu beqib setayotgan
iyilik tiklab, er kishidek yaşayotgan, güldek yaşayotgan bizning akiyina qarindoshlarimiz var aşağıda. Aşı tır deymiz-ku, truck, çoğ yük maşina haydab Amerika'nın, Kanada'nın bağımıga, yolları qamıga jigittek akılarımız, qarindoshlarimiz var. Ama mavo Urus bu neymiş qip yaşaydı dese birden Rabia Qadir'nin yine qip baqti bir maaş örüp qalamiki der. Birden ma Radio Fraser iltimas qip baqti men ip qalamiki der. Aş birden uyada, birden biyada aş sərlərdən bu yaşap baqti bu Urus bu. Ahire hiç kimden nep çıkmagandan keyin ketdi. Kanadaga yeni ketipdi. Endi Amerikaga kelgan vaqtida biz masalan ayni vaqtda o'tganki programlarimizda degandek Rabia Qadir Dunyo Uyg'ur qurultayının başlıq vaqtida Rabia Qadirni biz eg'ir tanqid qildigan vaqtlarimiz. Ya'ni bu mustaqillik davası yo'linishi burilib ketib bordi, bu avtonomiyalashib ketib bordi, bu inson haqlari davosi territoriyasiga kirib ketib bordi, bu mustaqillik davodan uzoqlashib ketib bordi bu Dunyo Uyg'ur qurultayi degan tanqidlarni qilgan vaqtimizda Rabia Qadirga chapan yeshib, Rabia Qadir qachon men maash urib qalaki deb yurgan vaqtlarida bu urus buniki. Endi ashundaq vaqtlarda Rabia Qadir deganni chapan yeshib Ma'u Rabia Qadirni tanqid qilganlarga gap bermaydigan darajada javol nima deymiz, valaqtakkur bir urus bu endi. Endi bu hozir nima ish qilyapti desan, o'ttag'an qo'pqa yerda Rabia Qadirni tillaydigan bo'lyapti-da. Burun biz Rabia Qadirni tanqid qilsak, biz bilan so'qishgan odam hozir burun bunda bir onani nima uchun haqorat qilsa deydigan odam bizni hayron qoldiradigan darajada Rabia Qadirning shaxsiyatiga tegib turib tillaydigan yerga yetibdi-da. Bu chunki Rabia Qadir maash vermedi bunga. Hozir endi bir turkumlari bunga ancha-muncha pul berdi aqsham bunga. Ham shuning uchun bu bir narsadek bir insonning nima uchun mushunda qadam o'tirg'i chiqib qoldi? Qolganlari nima uchun mushuni jiqirab ishtirib qo'yib, mushu nimishga shu xinim mijoz ovozlari bilan chiqib xotin kishdek ashada g'ing so'zlaydi desa, bu nomus qilmaydig'ini-da bu. Buning yuziga tukasang, eti yutib turib, ma'ajab Uyg'uroq tukurvatdinglar deb qo'ydiganlardan-da bu. Shu darajada yuzi qilinamdi. Endi bu bir oilani ayni vaqtda Turkiyada osh qilib yalang'och qolgan chog'da bir qeri xotin optika buni. Endi u qeri xotin bilan yarimagandan keyin buni qo'yayotgandan keyin bu hozir uyada, bu yerda qiqindi so'qindi bu bir oilani tuzak tutolmagan bir bajariksiz. Endi bu bir davlat qurish degan narsa oilaga o'xshaydigan narsa. Bir oilada er kishidek talog'i chiqib, jonni beqib, bolalarini, xotin boljaqisini baqalagan odam davlatchilikka ishindi. Ma davlat oiladan kelib chiqdi, ma oilani jon beqib, hatto ishsiz qolsa, talog'i chiqib, haru so'rab bo'lsinmi, medikalik bo'lsinmi, o'zining oilasini boqqan er kishilarni shinalaydi bu. Shundoq ayol kishilar shinalaydi. Masalan, ayollarning ichidami er kishidan battar ayollarimiz var bizniki. Naati canlıq, aileni manguzuyotgan 4-5 balını shu nini er kishilarni bir yerda qo'yqo'yg'idek beqiyotgan Uyg'ur xonim qizlarimiz bor. Hatto eridan tul qolsa, erimdan tul qoldim demay, shu jonni tikib balalarni eng isli sharoitlarda beqiyotgan ayollar bor. Ammo maningdek urus bo'la qanda desa, bir qeri xotin buni osimi shu oilanimi tuzak tutolmagan bir bajariksiz, albatta davlat qurishga qanday shundoq qarindoshlar. Maningni ko'rib chiqishimiz kerak bir insonning nimalarni davatganligini va insonning shaxsiy hayotidagi turmushi qarab baqsa bo'ladi. Bir inson er kishidek o'zining bolasini va xotin boljaqisini talog'i chiqib nan tepib baqamığa er kishi hech qachon davlat qurish emas. Amaliyotda bunday chog'da u bir oddiy bir do'kon qurib bersang mang'uzamaydi bunda odam. Shundoq. Endi men maningga azroq kechiringlar. Ifodamni bildiray.
Ağınından başqa məsələlərə Uyğurlar dövlət quramaydı degəndə nəyət yeterlik cavablarını bədinləndi. Bizning millatimiz davlat qurib kelgan davlat millatda hamdi zaten davlat qurib kelgan millat hamdi bu. Zaten buni azroq bir tarixni biladigan xalq biladi. So'zlayotgan so'zning o'zidanmi bilasizlar shu Xitoy tashviqot idorasining tashviqotini qilyapti. Men nimishqasi bir narsadan doim shu ilgari vatanda o'qiyotgan vaqtida bir o'qituvchim bordi. Men bir maxfiy materialni ko'rsatganchu. Elqi bir yozuvchi chiqib Uyg'urlar andaq millat, Uyg'urlar mandaq millat deb o'tirib bir yozuvchimiz bor. Shunda bir tanqidiy maqolani yozgan vaqtida bir kitobni kichik kitobni yozgan vaqtida nayt bir davran qo'zg'adi. Shu vaqtda biz shu yozuvchiga berib, bizni bir necha o'quvchisi haqiqatan siz millatni operatsiya qilib Uyg'urni askidabsiz. Buning uchun qanday qilish kerak desa, u kishi degan, men davlatdan taqilish uchun yozgan bo'lin degan-chu endi. Shu nuqtadan men bu Xitoy nima uchun bir turkum odamlarni chiqarib qo'yib to'xtamasdan Uyg'urni xalq millat, pasandi millat, andaq millat, mundaq millat deb tillaydi deb o'qituvchidan shu siyosiy o'qituvchidan so'rasam bu degan. Sizning kichik bir balang bo'lsa, bu balangni kichigidan dötisang u dötib chiqadi. Ma Xitoy hukumati bir yana nomrat qilib, bir yana beytib Uyg'urning ichida o'tirib bir-birini andaq mandaq degan sharqliq o'ziga beqindigan holat akyapti. Bu Xitoy tashviqot idorasining odamlari. Zada shu faktga asoslanmay turib Uyg'urni kashf qilayotgan odam bo'lsa, bunisi Xitoy tashviqot idorasining odamlari deb hukm qilsang bo'ladi degan. Ham buni katta bu apandim maymaydi to'xti. O'sha 2019 qonunning masalasi chiqqan vaqtida meniki nayt bir zitimga takkayish bo'lgancha bu vaqtda men anglagan bu Amerika senatosiga kirib menga o'tirib mustaqillik va bir qonunni yozdigan gap buni. Undaq shuntaklar falan pokonlar o'tirib chiqqan saranglar bir ish qilolmaydi. Uni yezib chiqib, manda qilib biz andin deydik. Anda bo'lg'amiz yezilib chiqqan qonun nakatdi degan vaqtimizda javob yo'q. Hem bugün qarsak bu qonunni kim yozdi? Bundaq odamlar yozmadi. Buni Marco Rubio'lar yezib chiqib Amerika senatosidan chiqyapti. Bu so'zlarimiz taqalgan. Yana birisi eng hal qilg'ish nuqta qaysi desanglar, hayotim so'zlarni men anglab chiqdim, men bu telefonda angladim. Iroqqa deydi. Iroqqa Amerikalikni boshlab kirgan mustaqillik kerak degan, ular nim bo'ldi mustaqillik erisha oldimi deydi. Ma gapning ichida alomat bir gap bor qarindoshlar. Qandaq deysanglar, Iroqqa mustaqillikni talab qilgan bir arabning ismi bor edi. Akirganlar nim bo'ldi edi shunda deydi. Buni sal cho'ngroq nuqtadan o'ylasanglar, Iroqqa Amerika kiribdi nim bo'ldi? Ma nuqtaga kelyapti. Saddam Hüseyin dag'i eslib ketdi. Demek bu o'tirib Xi Jinping aksini dag'eslib ketganda ansirayotdi. Chunki ma dunyo o'tirib hozir butun dunyoni cho'kirib o'tgandikan Xitoy virusi bilan ham buning to'lamini to'lash kerak. Butun dunyo zaten o'tirib Xitoyni buni olamiz deb aytadi. Qildi buni. Tabiiy qildi. Bu yerda Saddamning adam dag'eslib ketdi. Uning atrofdagi odamning hammalarini qandoq Iroqdagi shu vaqtdagi zulm sağan, Saddamning diktatorlik uchirgan sotlarını ko'rgansizlar, ko'rdi zaten hamma odam. Ko'ringan qismga azroq odamga sot ochqan bilan qog'alarni o't qo'yib o'ltirib atdi ana uchun. Ashning atrofida tug'anlarni endi vahshiylar o'ltirib. Endi demoqchi o'g'iniki bu apandim ansirab qolgan o'zidan. O'g'il o'zining sayisidan qo'rqidi degandek, navoda Xitoy hokimiyati Xitoy hokimiyatining ustiga xuddi Iroqqa kirgandek shu sarang bir mustaqilchilar chiqdi talab qilib o'tirib kirib qolsa, u vaqtimizda Xi Jinping, Chen Chuango deganlar o'tirib Saddam Hüseyinga o'xshash ayni oldi sotga chiqadi ekan, buni bilib bo'ldi, inglizcha bildi. Zaten bütün dünya China'ni bu Xitoyni magistri qonunini chiqarib oldi Amerikadan. Dunyo zaten shu yo'lni ketdi. Endi o'zining taqdirida o'ylanib qolganda endi. Zaten hakikaten mushundaq guylarni qo'lga tushib qolsa, men qandaq bo'laman deb o'tirib, bu yerda o'tirib Uyg'urlarni shuning bilan, "Yo'q, sen bu yo'ldan yon, sen davlat qurolmaysan, bu ishni qo'ji chiqarammaysan" deb aytdi. Bu kishiga berdigan Iroqning gapini deb qolgan chaqda, "Qaga Uyg'urlar to'g'riliq deb bo'ldim, biz Uyg'urlarimiz quralaydi, qilalaydi nasıl deb bo'ldingmi? Andaq bo'lgan bo'lsa, Shimoliy Iroqda Kurdlar o'zining avtonomiyalik bir rayonni qurdimi, qurmadimi?"
Davlat hesaplanadi. Devlet 95% referandum bilen devlet bu oldu. Özünün askeri var bularınki. Özünün askeri var, o merkez hakimiyetke oturup o ayrım maaş sistemi var. Bu sistemin şekillerini yeni bir gözümüz dikkat kılgan nokta qaysi dese, muş O'rta Sharqda bo'layotgan terror urushi jarayonida aşı Kurdistanning Erbil degan yerga bir bomba tushmadi. Mao mani biladi. Mao şeytanlar biladi mani. Şunu o'tir hatta xalqni Amerikaga ergashma. Ergashsang biz mening boshlig'im bo'lgan Xi Jinping qatorliqlar sotga chiqib ketadi ekan. Men uning kayinda bo'lgandan keyin vaqt kelib qolsa, muhimda bir saranglar bo'lsa, taklamkada ko'p ketadi ekanman. Balkim benzin chechilib, boshqa odamning adamlar. Men shunday tushundim. Yana birisi biz Uyg'urlarmi mundaq baliq kelib qoladi ekan degandan boshqa bunun alaydan bir jiq alternativ yo'q. Ham bu kishi o'zidan dakidukning ichida bo'lib o'tibdi, ansirab o'tibdi o'zidan. Ma erkinning gapi to'g'ri. Erkin ma gapingga yana bir qo'shim chiqibdi. Ma negizlik nuqtani o'tirib qo'ydim. Bu biri iliq tuyug'i seqirayotdi bularning. Mushu Uyg'ur qonuni o'tirg'i chiqqandan tartibla Uyg'ur qonunining ichidagi moddalarni bular o'qishga boshlagandan tartib tuyug'i seqirdi. Endi bular o'ylayotdi, Amerika şu xuddi Iroqnikiga o'xshash. Men nima uchun sen degandek nima uchun qallisiga darhol Iroq keldi degan chog'da Saddam keldi bularning qallisiga. Ya'ni ma davlat qurilsa, Iroqqa o'xshash bir davlat qurilib, Saddamga o'xshash masalan Xi Jinping isilsa, bu nim bo'ldi desa, o'sha ayni vaqtda Saddamga ishlagan hukumatiga ishlaganlarni dunyoning hamma yerda jazosini berdi bularninki. Dunyoning hamma yerda tutildi. Hatto bu aniq Amerika kirgandan keyin nim bo'ldi desa, ma Iroqning mustaqilligini talab qilganlar va yoki Kurdlar ayni vaqtda Saddam Kürtlerini acayip ezgen bu hamdi. Hemilik bombunu atkan o şaka. Mesela bu Saddam'ın hükümeti de Saddam'a ilki mavu akbaratçılık kıgallar. Xuddi şu Mehmet'ler daqlamışlar. Mehmet doktordakiler ilki Xitay propagandasını kıgallarını dünyanın hem yerinde cezasını verdi. Doğru. Ama kanda cezasını bergenliği yine kılmaydı. O özlüğünden ya yok ular ya birinin bulup gitti. Şunun bilan bularda hozirdan boshlab qo'l titresh boshladi bulardi-ku. Shundan nima deydi desa, Abay Abdurahimninki deganidek, ma hozirdan yurak pok. Ma mushu saranglarning nimasilar endi bu bizning vatan mustaqil bo'lib ketgan bo'lsa, ma jonmi omon qolmaydi ekanda, necha vaqtni endi puldan ansirab yuradiq. Endi ma jonmi omon çünkü bu hazır nim bo'ldi bular desa, bu Amerika, Kanadadagi, Yevropadagi davlatlarga mushundaq urus bu. Uningki nomard, sharafsiz insonlarga bekmas kelgan davlatlar ekan-ku, chunki qonun davlatlar bo'lgankin, jazosini beramaydi ekansanda, shuning bilan bular davr surib ketibdi hozirchi, bularni Mandal kolunu kötersen sakşı çakırdı kadar 3 metre için sakşı geldi Amerika'da kadar. Kanada'da şu. Kolunu da götürüp olsa telefon kolunu kötergenin ne? Birisi kör kalsa koçudaki birisi telefonunu kıyıtırken de 3 metre için sakşı gelip buldu. Kolun anons menizlik telefonu çıkıp buldu diyen gitti sakşı. Şuna olan bulayla devir sürüp ketip kalgan şerefsizlerinin ki makanı oldu mu Amerika, Kanada'daki yerler devletin kanunu bulan kovduğun için. Ama Şarkı Türkistan müstakil bolsa, nim buldu bularda aşikar yapılar. Çünkü Şarkı Türkistan müstakil olsa bizning milli istihbaratımız olurdu. Bizning başka devletlerle milli istihbarat kelishimlarimiz olurdu. Hayırlarını qaytırıp ekildiğen, devletli satqulluq qilganlarni qaytırıp ekip asıdığan, yakumsa şu yerlik yaşavatqan yerlerde nama'lum sebeplerden ularning jazosini beraleydigan bizniki sharoitimiz bo'ludi. Bularning futqulini titirtayotgan mana mushu. To'g'ri. Bu hakikaten nihayet yaxshi chiroyli tushuntirib berdinglar ag'inda. Endi bu masalan bizga o'xshash biroq uyini boqqan bularni tadqiq qilib boqqanlar biladi. Bu bularniki
qandaq insonlar ekanligi shunga bularniki hech bir ta'sir bo'lmaydi bizga. Ammo nihoyat afsuski bular hozirgacha bozorda yo'qolmay, ayat bir bozor aytilsa, mayal bir bozor ichib, masalan hozir shu Uyg'urlar ba'zilar deydiki, dunyo Twitterda, Uyg'urlar WhatsAppda degan bir gap bor hozir. Nima desa, shu shundoq pishbozor ochadiganlar, pishbozor ichib oldi ekanda, WhatsAppda bir guruhlarni qurib, heliqi o'zlarining bir to'p pishtini qo'shib olgandan boshqa davol qilib turganlar, masalan, to'g'rimi, to'g'rimi, oyoq qarsanda davatgan, oyoq qarsimanda davatganlar deganlarni akirib ders o'tadi ekanda bu go'ylar. Boyaqa ma yo'ldosh Maymaytining gapimi shu bir guruhdan chiqqan gapga, undan bizga kelib qoldi, biz u guruhlarda yo'q. Endi bu ashundoq yo'llar bilan yanala Bay Abdurimjon degandek Xitoy aksini qullig'ini qilyapti-da, Xitoyning tashviqotini qilyapti chet elda. Endi bu yerdagi masala bular to'xtab qolgandek emas. Agar Umid og'inimiz degandek ular vatan ozod bo'lib ketsa, darg'a islashdan qo'rqayotgan bo'lsa, bular jonjak bilan qarshi chiqib bu ishqa. Ha, chiqyapti o'ylama. Chiqyapti hozir. Shuning uchun chimtiryapti u. Boshqa mantiqi yo'q. Shunga hozir demoqchi o'g'lim endi mushundoqlarni tugutish aramizda yana xalqimizga bog'liq. Masalan deylik bu Maymaytijiga o'xshashlar, endi masalan men vatandan sırt çıkılı 20 yıl oldu. 20 yılının ıcığı bakıya bu koy. Abay Ümit Tepe'de bırakıp birden Rabia Kadır'ın koltuğa kürepelik azırak bir tenge yapışlaydı. Avrupa Birliği'nin vekili dedim o bir saylap koyğanda uyadı. Uzun turan bayınlar anlatsam bir kişi kız valla çıkıp koskoda kaptı dedim. Ayta bir gepli olup gitti. Şu çağda rasmi ağam bilmeyme. Uyadın heydeldi bu koy. Konu tepki hep ketti. Öldü dep anlagan toq jimib ketgan tuyuqsiz turilib qoldi. Ma Vankatib kimni Rabia Qadirni yiqitgandan keyin bu haramzada yana muhim bir generali tariqasida paydo bo'lib qoldi u. Vankatibmi shu Maymaytijiga o'xshashlar haramzada. Masalan, ayni vaqtda tiring vazifada pisato shoqa haramzada bu. Hozir tuyuqsiz hashamatli turmushga erishdi. Onda Isl Mercedes yip-yeni o'tirish aeroplan yetishib 530lik mehmonxona. Bu pullar nereden kelgan pullar? Xalqning puli. Bu shundoq siyosiy qo'yimchilar bir tarafdan nima qilsa, Xitoyning diplomatik tashviqotini qilsa, yana bir tarafdan bir turkum bu siyosiychilarga masalada bir turkum diniy mollalar, ya'ni boshlang'ich maktabni o'qimagan bir qaraqo'sa Xitoy mollalari xalqimiz hamda nihoyatda e'tiqodli millat bo'lg'achqa, musulmon bo'lg'achqa diniy jihatdan aldab ketyapti xalqimizni. Masalan, shu Suriya voqeasida 6-7 ming odam berib hamiz qirilib ketdi deymiz. Ashlarni apagan tabiiyki Xitoy mollalari bor. Qaysi kuni aloqa tajallidiga haramzada ekranga chiqib aniq davatidi. Men tumun ala savol so'ragan deysizlar, chet elda turib vatanga tabliq qilibsizlar. Mayli ezib-tizib berib jinni seppagan bo'lsa, azroq bir vijdon azobi topmadan undisi yo'q deydi. Men o vatandagilarniki o'lib tirilish bilan mening ishim yo'q. Alloh menga mushu vazifani topshirgan ekan, men vazifamni ado qilsam bo'ldi. O turma kirib qolsa o'zi qutuldi, o'lib qolsa mening ishim yo'q deydi. Mana mushunga o'xshash haramzada Xitoy mollalarimi hozir diqqat qilsanglar, xalqimiz orasida oz bo'lmagan odamlarniki beshini qaymoqtirib aldab ekranlarda tashviqot etib beryapti. Ularmi og'zida mustaqillik deb qo'ygani bilan ekranga kimlar chiqyapti? Mush yo'ldosh Maymayti chiqyapti, Vankatib chiqyapti va boshqalar. Ya'ni ularmi masalda mushundaq tashviqot olib beryapti, ya'ni Xitoyning tashviqotini qilyapti. Xalqimiz bu vaqtda kallasini silkib etish kerak, oqqarni farq etish kerak. Ammo bu shu ahvol, endi men bek umid qilaman, biz masalan hech nimadan qo'rqmay chiqib 4-imiz, 5-imiz chiqib so'zlayapmiz bu reallikni. Chunki bizga tahdidlarni qilib baqdi, o'lim bilan tahdid qilib baqdi, uni qilib baqdi, buni qilib baqdi, bizni voz kechtirolmadi. Chunki biz o'zimiz doim da'vatgandek haqli so'zlab o'lib ketishga rozi insonlar. Ammo bir ahvol endi mushu jihatda mush og'inlardan bir savol so'ragim keldi. Mayli abayqandek Maymaytilar bo'lsin yoki Xitoy mollalari bo'lsin, bular nima deymiz, ozib qolgandek emas. Yana o'tirda maydonda yana mushundoq bir nimalar soni oz emas. Endi biz tashviqotni yaxshi yetarli berim baramayotgandik yoki
Bunun bu halkımızın an seviyesi sebep bulamdı. Başka bizden kıyımdaşlarımız benim demek yoğunum. Biz aslında muş ahvalını tügütüşke, halkımızga haqni to'liq to'nutib, halkımızı haq taraf tuturduğanga chiqirab ko'rsak, bu ahvolda bir o'zgarish bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi mush haqda shu og'inlar birga o'tirib erkin paranlashyapmiz. Biz xizmatlarimizni yaxshi qilolmayotgandik yoki bularning ta'sir kuchi pek kuchlikmi va yoki bularning oqiliki qarqo'ning kuchi kuchlikmi? Nimishqa bular ojizlamoqda yo'q, bir hisobda qarasa kuchi yo'qotgandek ko'rindi bizga. Ben şundan azıcık uzamdan fikrini qilib baksam, ben şöyle haqlar başqalarını karşı tarafını çoğun görüp yoki misal şibinni kirde görülüp aşıla başta o'g'ashqa munda bo'yotdi deyishga tazı sal iderimden o'tmaydigan birisi men. Aldı bilan inson o'zini tunish kerakchi. Biz aldılar özümüzden soruşumuz gerek. Biz müstakillik işinemidik, işinimiz. İşenmesek bir yerde bunda tırkışıp otamattık bu siyasi solamçılarla. Hem de bir yerde biz cinimizni tikip, aslimizni tikip bu davaga özümüzni atağanlar. Ama bir yerde bizge o'xshash o'ylaydigan nurg'un Uyg'ur var bir yerde. Ama farkımız nime degan chaqda ya nomuschanlikmi bizim Uyg'urlar orasidagi yoki o'ziga ishonmaslik, ma inglizcha confidence deydi, o'ziga ishonch yo'qmi? Bizda ma u uzun yillik Xitoy ishg'olidan kelib chiqqan bir narsa bor, o'zining qobiliyatini o'ttirib qo'yishni maqtanchoqlik deb hisoblab qolgan bir ish bor-ku. Maqtanchoqlik qilib qolgan bo'lmaydi deydigan xato tushuncha bor. Men Amerikaga kelib, rasmiy Amerikada o'qib, o'zimning kasbimni o'qib, rasmiy xizmatga chiqib, o'zingning tarjimonini avat deydigan bir ish bor, rasmiy avat deydigan. Shu tarjimonlikni avat degan vaqtda bu tarjimon yozishda shunchalik qiynaldimki, chunki bu tarjimon degan gap o'zingni maqta degan gap hamda. O'zingning qobiliyatingni o'zing qila oladigan ishni qog'oz yuziga to'k degan gap hamda. Bu demak nima bo'ldi desa, biz uzun yil Xitoy ma'rifida o'qiganligimiz uchun haddidan tashqari ortiqcha kamtarlik sinib ketgan bizning Uyg'urlardan uchun. Bu rasmiy yozishda men shunchalik qiynalgan. Hatto bu xizmatlarga kirishda intervyu deydigan bir narsa bor, yuz turani ko'rishish. Bu intervyuda so'ralgan savolga javob berishlar shunchalik qo'rinib turib javob beratdimki, men bir yillargacha. Endi bu yerda shu o'zining iqtidorini, qobiliyatini qanchalik to'g'ri shaklda o'tirib qo'ya olgan odamlar bo'ldirish qilinadigan ekanda, bu Amerika degan. Uni keyin bilib yetdik endi. Bu yerda Uyg'urlarda shu ortiqcha kamtarlikmi bor? Masalan, bir ishni qilsa, voy mening qobiliyatim yo'q. Men siyosatchi bo'lmagan. Bu yerda hech kim siyosatchi emas. Uyg'ur o'zi bir davlatni qurib chiqib, rasmiy davlatning ichida siyosiy o'rinlarda ishlaganga qadar Uyg'urning ichidan texi mukammal bir kasbiy siyosatchi yo'q. Uyg'urning ichida hech kim siyosatchi emas. Mishadi bizmi siyosatchi emas. Hozir shu siyosiy chatroqlikni qilayotgan siyosiy so'lamchilarmi? Bularmi siyosatchi emas. Bular jambaqalar, biz jonni tikkanlar. Farqi nima desa, mustaqilchilarni jonni tikkanlar, olani jambaqalar desak bo'ladi. O'ttiridagi farq shu. Endi xalqimiz orasida nima bo'lyotdi desa, ikki xatolik bo'lyotdi. Birisi hozirgacha qabilavozlik, jutvozlikdan qutulolmaslik, tarafbozlikdan qutulolmaslik bo'lyotdi. Buning bir misolida mushu Maymay to'xtininki alayda shu Qahar Barat efendiga qarta javob beribdi. Qahar Barat efendi hamda Amerikaning Harvard universitetida o'qigan, bizning yaxshi o'qigan ziyolilarimizning birisi hamdi. Vatanparvar birisi hamdi. Endi bu Qahar Baratga nima uchun alayda, Qahar deb odatda Qahar Baratni ko'rsa Qaharka deb yorib ketadigan nima bo'ladi? Mavlan kamg'im o'tganda Mavlan deb gaplarni kutibdi o'zidan cho'q. Amaliyotda Mavlan kamlarni, Qahar Baratlarni o bizning Virginiyadagi, Washington tarafdagi Uyg'urlarni ko'rsa,
Aşı tasqalıdı olmuş eğilip belleri maymaq çıktığa bir nima bu maytoqtınınki. Endi bu nima üçün WhatsApp'tan paydalanıp mandaq gın paşada gınşıydı desem bu yerda onun geketligini sıqıdığa qo'li yetmeydi de anında. Sorunlarda nima ish qilinmaydi desem hozirgacha mush Amerikadagi davlat do'stimiz shaplab qilib qo'ydiganlar bor. Bu unda sorunlarda cemide oturdu bir sorundan oturup bakan bunu hoş bulunda aşı ilki inekni tutup bir otursa sorun tükkiçe aşta oturduğun ya flap kaldın mı deydiğin bir derecedeki bir narsa bu aşındak derecede bir ilki meydansız bir neme ameliyatta. Ama bu nimi üçün qaharib baratqa Allah diye qahar deb cevap verip ketdi dese o aynı vakitte ilki Rabia Qadir'nin küçü bo'lib ketgan bu maytoqda ma qahar barat ma ahirki mezgillerde ma Rabia Qadir'nin tercümanı olup iyabiyalarda Rabia Qadir ile işlavatı demez mi? Şunu bilen ma digen gapleri ameliyette ay Rabia Qadir digen gaplar alvo. Qadir digen gapleri özü için. Eğer miyada tarix mandak ben nima üçün bu yerda qabilavozlik, tarafbozlik va jambaqala bu qabilavozlik, jambaqalıqlı ketib qolganlarni ozda bu xalqimizmi bu tarafbozlikning keyni ketib qolganlik, bu xatolik deyman degan chog'da agar mushu qahar barat mayli nima degan bo'lsin, qahar barat nima degandiki hamda u qahar akamninki qaysi gapiga javob berdiki bu maytoqdi. Ammo qahar barat agar dunyo uyg'ur qurultayida Dolqin Aysovlar yoki Roshan Abbos bilan yaqin birisi bo'lgan bo'lsa, ma gapni qimmatli ma maytoqdi. Mani bilib olsa agar aşı qahar barat nima degan bo'lsa, mushu javobini ashtaq o'xshash bermabdi ma'usulamchi. Nimishki degan chaqda qahar barat hozir Rabia Qadirning agar qahar barat shaq qilib Roshan Abbosning iniga yoki bo'lsa Dolqin Aysovning iniga o'tsa 2 kundan keyin ash qahar baratni maqtab bir nima demasa men qulig'imni kesibman. Bu aşıq darajada solamchi. Endi hem yana birisi ikinci hatalık halkımızdaki nima dese bu milletimizde düşman bilen do'stni düşman bilen milletimizga bo'lgan so'ygi bilen düşmanga bo'lgan nafratni ayirish to'liq emas-ku bizda. Bu jamoatchilikni bek muhim o'ringa qo'yib olgan biz ham bir so'rinda o'tirgan emasmi, qanday bo'lsin ham bir ustalda tamoq yeb baqqan emasmi deydigan bir gap bor. Ya ustalda tamoq yeganing muhimmi yo ma vatanni setayotgan odam bilanmi yo qanda nomus qilmay bir so'rinda o'tira olaysan degan narsani ayirolmayapmizda. Mana hozirgacha masalan bu tunaygimni qarasam va Turkiyadagi Abdurashid Qarliq bir küçük video çıkarıp koyupken birisi onu evet koyuptu bana. Bu Xitayning sirkisini işçevirip Xitayning saben dapencini yevirip bazı Uygurlar Xitay mijoz bo'lib ketib bordi deb bir ayet yaxshi bir so'zlabdi u misollarni yeb turib. Ham shunga o'xshash bir millatda bu nafrat deganmi dushmanga bo'lgan nafrat eg'izdagi so'zdan o'tlagan qo'pqandan ailedeki balı terbiyelerden, ailedeki yaşaş üsluplarından mı bu nefret ifadalanish kerak çok bir yerde. Mesela kopup kısaca deb ötüp ketayli, bazı Uygurlarninki muşu siyasi davanın içinde men dava qıvatıman, davatkan xeli umdal dava sepideki insanlarninki Facebook account'a kirib yiqinglar. Aşını qarasanlar özünün ismini karşı Xinjiang China hometown özünün yurti degan yerga karşı Xinjiang China Wulumichi Xinjiang China yoki bo'lsa Kelpin Xinjiang China yoki bo'lsa masalan Yining G'uljininki Yining shi deydi emasmi Yining Xinjiang China deb yozib olganda ama shular qarasang ba'zi yerlarda shu Uyg'urlarninki shu vatanning haqida bir nimalarni so'zlaydi. Ben hazır bir 2 yılın ya qanday bo'lib qoldim desa bir odamning yozgan narsasini o'qishdan burun ashunun Facebook'dagi profili kirib bakıp hemen. Eğer o adam özü u yerda qarshi Xinjiang China'dan keldim ya Yining ya Ulumichi Xinjiang China mening hometown'im deb yozgan narsa bo'lsa
Demek bu adamның degan gapining hammasi o'sroq, yolg'on gap. Nimishga degan chaqda bir odamda oldi bilan o'zingning yurting, makoning degan yerga qarshi Xinjiang China deganni yozgan, hamon men Jungolik deganni e'tirof qilgan bo'ldi u. That's it. İngilizce bo'ldi, tugidi ashadilar. Bu ifodasini belgilab bo'ldi. Demak, unda odamning mustaqillikdan gap qiladigan hech huquqi yo'q. Unda adam qachon mustaqillikdan gap qila oladi degan chaqda o'zining shu Hometown degan yeriga Sharq Turkiston deb yoza olgan vaqtida yoki bo'lmasa ashada hech bo'lmas o'tganda birisi bilan men shu Facebook'ta münazirleşip kaldığımda nayeti çıraylı. Birisi qarasam şunda yaxşı bir nima yezipdi. Şu Abdurrahimninki bir maqalasi qo'ydi deyman, xatolashmasam. Bir narsa yezipdi, shuni bilan bu ism ko'rib boqmagan bir ismga. Shuni bilan shaqqida bu odamninki profiliga kirdimda, kirsam ilqi Kelpin Xinjiang China deb turibdi bu yerda. O yeziyotgan narsa qarab ajab bir xili bir vatanparvar birisi o'xshaydi, mana burun tonimaydigan birisiga ajab deb shaqqida profil kirsam Kelpin Xinjiang China deb turibdi. Shu chiroyli xat yozdim bu bolaga. Ahvoldan qaraganda xili bir vatanparvar boldek tursiz, ammo ma profilingizda Kelpin Xinjiang China deb yozilibdi desam, men Facebook account ochgan vaqtimda shu ne hometown'imni, yurtimni nima deb yozishni aqtirsam, Kelpin deb yozsam, ashtaq chiqib qoldi-ku dedi. Ya unda yozmasangiz mamdu dedim shuni bilan. Endi ashada mishadagi farq shuchu, o qarindishimizning demakchi bo'layotgan yerim, men endi Kelpin deb o'zimninki shu kelgan yerimni ifodalamsam bo'lamdi demakchi. Agar bu yerda Kelpin deb yozsa chiqmasa yoki Qashqar deb yozsa chiqmasa, Xinjiang deb atalganni qo'llangandan hech nima yozmagan a'lo degan gap berdi. Masalan, meningki G'ulja deb yozsam, GH bilan G'ulja deb chiqarib talaffuz qilib yozsam, u G'ulja Xinjiang China yoki Yining deb chiqadi. Men uni yozmadim. Ammo G U deb yozsam, Afg'onistondami bir yerda G'ulja deb bir yerga shu yer chiqib qoladi ekan. Mayli. Mening hometown'imni yozish o Sharq Turkistonning ismini qo'yib Xinjiang deb bizning vatanimizning ismini Xinjiang deb atash darajada satqinlik darajasiga muhim narsa emas bu. Endi ashadagi nima desa, millatimizdagi davlatchilik, millat va vatan degan narsaga bo'lgan suyguninki maydonning aniq bo'lmaganligi. Masalan, shu chiq siyosatchilarimizningki profili qarab yiqinglar. Men ismini atab жүрмей, shu atalmış shu o'zini men inqilobchi davoganlarning jiqining kirib yiqinglar. Xinjiang universiteti deb yozdi. Men hatto Kaliforniyada yashaydigan Tashpo'lat Ro'zi deb bir doktor, Yaponlarda doktor o'qib kelgan birisi bor. Tashpo'lat Ro'zi deb. Nayt munosabatimiz yiqib o'tadi, Tashpo'lat aka deb va Mavlon Kamlo bilan Kaliforniyada shu Erkin Sidiq degan Uyg'urlar bilan hamda yiqib o'tadi shu yerda. Ba'di keldik bir-birimizdan uyda bir choy tuzimizni yegan yerimiz bor endi. Bir kuni qarasam shu Tashpo'lat Ro'zi shu akimiz hamda qarasam bir maqola yozibdi Facebook'da shu Xinjiang Xinjiang bir nima debdi. Hamda bu tuni bir bo'libmi tunish odam bunda desa berib ketgan siqqin keldi ekanda. Men u chog'da Marylandga yenib kelgan. Maryland shtatga derhal xat yozdim. Ya Tashpo'latga bu nima uchun bu Xinjiang deb yozsa? Desam men nima deyman unda olsa dedi. Dema unda olsa. Ya sen ya Xinjiang deb endi demasam nima deyman? Men Xinjiang universiteti deganni yoki bo'lsa Xinjiang xalq sud mahkamasi deganni men nima deb deyman dedi. Ya eng bo'lmaganda shuni demasang bo'lmaydigan yeri kelsa atalmış Xinjiang deb yozmamsa. Yoki bo'lsa Xitoy ishg'olchilarininki dalanmasangmi Sharq Turkiston degan deyish tilingga kelmasimi atalmış Xinjiang deb atamamsa bu yerda. Buni bilmamsa seningdek o'qigan odam desam mening bilan takallishi va shuning bilan oxiri uning natijasi nima bo'ldi degan chog'da shuning bilan aroz bo'lib bir-birimizga qarashmas bo'lib ketdik. Endi bu nima degan chog'da bu vaqt kelsa yilg'i do'stni emas.
vaqti kelsa ota-onangdan, o'zingning urug' tuqquningdan voz kechalaydigan darajada sezgurlik talab qiladigan masala bu. Shundoq. Boshda sezgurlik bizda haqiqatan kam. O'zining yurtining ismini ishg'ol qilingan bir ishg'oliyatchining qo'yib bergan ismi bilan aymanmay, o'zining Facebook'dagi profiliga yozib olish. Hatto o'tgandiki men bir necha shundaq men bir allergiyam bor mushu ismni qo'llanganlarga nisbatan. Allerji deb qo'ymizga bir reaksiya bor menda. Darhol ashuningga bir izoh shu odamga bir deydiganimni davomisa men kech uxlamayman shu ismni qo'llangan odamga. Endi bu yerda bir necha bilan mushu Shinjong ismini qo'llanish, mushu sezgurlik to'g'rida chiroyli nima qilsam, ba'zi noit samimiy qabul qilganlar bor. Voy to'g'ri, siz rost deysiz. Men ba'zilarininki shundaq samimiy qabul qilganlar bor. Ba'zilarining deydi desa, men kulkilik ishda. Men mushu akkauntni ochgan vaqt o'tganda birisi ismini Talifu deb qo'yibdi-ki, email adresiga. Bunun dedimde bu nima uchun Talifu deb ism qo'yib olsasan, bu siyosatning ichiga, mushu da'voning ichidagi bir inson turib desam, bergan javobi nima desa, men emailni ochgan vaqtimda mening pasportimdagi ism Ashtaqdi dedi. Sen Google'dan email ochganda Google sening pasportingni so'radimi dedim men. Chunki bu yerda Facebook'dan akkaunt ochgan vaqtida bu Gmail'dan akkaunt ochgan vaqtlarda hech kim sizdan pasportingizda ismingiz qanday yozilgan deb so'ramaydi, asli pasportingiz qanday yozilgan deb so'ramaydi bu yerda. Bu nimadan keladi degan chaqda, qalbdan chiqqan o'zining ismining amroqlik, o'zi amroq bo'lgan ismini qo'ydi bu yerda, shu insonlar. Shuning uchun ma'lumki Shinjong ismini qo'llanish yoki o'zining ismining Abu Layti yoki Maymayti degandek ismlarni Xitoy talaffuzidagi ismlarni emaillarda, Facebooklarda qo'llanish, bular nima desa, yanada shu Xitoycha bilganligidan, Xitoylarningki bir qul bo'lganligidan farqli bunaq qullarning ichida bo'lib martabalik qullar bo'ldi-ku, Osmonlining davrlarida bir martabalik bir qullar va huquqli qullar. Shuningga o'xshash, sel martabalik qullar ekanligini, Xitoyning tilini bildiganligini o'zini ashlarga yaqin ko'rsatadigan nafrat yetilmagan Uyg'urlar. Tamam. Shuning uchun may to'xtadek siyosiy sharafsiz siyosiy bunday aytgan chog'da so'lamchilarni yana atrofida bir ustalda tamoq yeb o'tiralashdan sababi shu. Tamam. Men oxirida endi vaqtimiz berib qoldi. Bir narsani so'ray, qisqa javob bersanglar, undan keyin programmani oxirlashtirsak, 2,5 soat bo'lib qolibdi. Bu ishki qonun loyihasi o'tirib qo'yildi, Hong Kong bilan Tibetniki, bizniki qo'yilmadi. Mushu haqda bir tasavvuringlarni anglab boqmoqchi. Masalan, mushu ishki qonun loyihasi o'tirib qo'yilgandan keyin buniki yo'lga qo'yilish ahvolidagi tasavvuringlar, undan boshqa shunga ergashib bizniki davlatimizni mustaqil davlat deb e'tirof qiladigan mushta bir qonunninki o'ttirg'i chiqish haqidagi tasavvuringlarni bir anglab boqsak qisqacha. Nima oxirlashtirsak. Oldu men bir 2 minut fikrimni so'zlay. Oldindan qarindoshlar, abiyatyagi yamanaki üzerine basamay set gap qilib qoldim. Kechiringlar bo'libmi ayol xonim achisinglar. Sizden özür dileyme, yaman sert gap qilib qoldim. Chunki vatanda millionlab qarindoshlarimiz, singillarimiz dafsanda qilinyapti qarindoshlar. Dushmanimiz eng nejis dushmanimiz bo'lgan Xitoy tarafidan kippat nomusi dafsanda qilinyapti qarindoshlar. Shunlashqa shu Xitoyninki oyoq osti qilinayotgan o'zimizniki bir tenimiz oyoq osti qilinayotgan chog'ning o'zida sen Uyg'urlar Xitoydan ayrılıp bir yerde bir hakimiyet tutamaysa degan bu gapni qilgan odamning o'zini so'lanchi, sho'vkesh deb tillashqa haqli bo'lib qolganligim uchun tillab soldim. Bu gapni agar eg'ir ko'rsanglar anglamay o'tib ketasizlar, qarindoshlar. Endi mavo bizningki vatanimizniki mustaqilligini o'ttirg'i qo'yamdi, bu to'g'riliqmi, Amerika ega bo'lamdi degan gapga uni biz Amerikaga o'zimiz zakaz qilib turib qoladigan narsa emas. Yenila deymizki
bizniki o'zimizning nima talab qilganligimizga bog'liq. Hozirgachilik bu shu siyosiy sho'vkashlarning o'zi Amerikalikqa, G'arblikka Xitoy bilan tish yashamaydi deb ifoda bildirib, Uyg'urlarning qishiq kelgan chog'ning o'zida biz mustaqillik desak, G'arblar bizni tonimaydi, bizni qattiq ishigini ochmaydi, bizni qatta deb mushta aldamchilik qilib kelgan. Bizning ya'ni Uyg'ur millatining irodasini xato tunishtirganligi uchun hozirgacha Amerika bizniki mustaqillik talab qildigan yoki qilmaydiganligimizdan bunda aytgan chog'da to'liq xabar yo'q. Ya'ni Amerika hukumatidagi shu millat vakillari, senator, muhim kishilarning to'liq xabari yo'q qarindoshlar. Xabar bo'lmagan. Shuning uchun bizga qarata balkim keyingi qadamda Uyg'urlarni tutqun qilib o'tirib chiqishimiz mumkin deb o'ylagandi. Yana bir tarafdan Xitoy hamon parchalandi. Xitoy parchalanishiningki tadbiri qanday bo'ladi deganda, birinchidan Uyg'urlarning o'zi nihoyat og'ir darajada hozir bütün bir millatning o'zi bir qismi Xitoyning ichki o'rgullarga turmalarga o'tkazib akitildi, yana bir qismi lagerda nihoyat og'ir darajada qiyin qistab turyapti. Az bir qismi o'zining mahallasida, o'zining oilasida nazardan ostida og'ir darajada nazorat ostida turyapti. Bundaq chog'ning o'zida Uyg'urlar mustaqil bo'lish kerak degan bir taklifni o'tirg'a qo'yishning o'zimi Amerika uchun aytgan chog'da ehtiyotsizlik bo'lishi mumkin. Aldılar bu taktikini Tibet'e o'xshash bir qadar erkin, Hong Kong'a o'xshash yerim erkin, Tayvan'da mustaqil şekildeki bir rayonlarga qarta o'tirg'a qo'yib bir taktik qo'llangan bo'lishi mumkin. Albatta bizning mustaqilligimiz ulardan burun kun keladi deb qarayman. Shunday bo'lishini umid qilaman, Allohdan tilayman, qarindoshlar duo qilaylik. Tirishayli, her qandığımız tirishayli qarindoshlar. Mayli Xitoy sizlar kamchilik qilsa, vatanga qaytib ketdim deydigan arzuyimi bor qarindoshlarmi? Bizlarniki g'ayri rasmiy ismlar bilan har turli fikr vositalarida G'arb dunyosiga Uyg'urlar mustaqillik kerak degan bu irodani yetkazib harakat qilib beringlar. Bu fursat. Xitoy chegarani aytayotgan chog'da, vatanga qaytib ketgan chog'imda bunu herkesmi kılanmayızlar vatan kaçıp ketken çağda. Muşu erkin dünyada hazırda bir fırsat başçakta her bir Uygur bu Uygurların milli iradesini, müstakillikten ibaret olan bu canıcan menfaatimizni, irademizni her dünyasına bildirilişten tirişişlerini ümit kılmayı. Rahmet. Rahmet. Hadi ben Amerika masalani hozir jasoratniki degan savolida Hong Kong, Tibet, Tayvanga o'xshash shundoq Uyg'urlargami shundoq mustaqillikni ko'rdigan shu taklif qonun loyihasi chiqamdi degan savolni so'radim-ku, shundoq qanday? Ha, shundoq. Hadi bayatim degandek meniki yana gapim yana shunga berib turib takrorlandi. Amerika bir qonun davlati. Her qanday bir ishni qilish uchun bu o bir davlat bo'lgandan keyin o qonun, sistema, prinsip bo'yicha ish qilish kerak. Bir ishni qilish uchun uning uchun plan, strategiya kerak. Nima uchun bu ishni qilib izlaydigan asos kerak, pakt kerak. Shuning uchunmi endi bizning da'vat qilimiz shu Uyg'ur inson huquq qonun degan qonunda biz muhkamga tushuntirib oldik. O'tgan yil o'tib ketgan bo'lsa, meningki yana takrorlaydigan gapim, o'tgan yil o'tib ketgan bo'lsa, Donald Trump apandim imzoni etayotgan bo'lsa, menchi bo'lgan vaqtning o'zida Xitoyni endi ko'zir deb qolsak, uningdan cho'ng ko'zir bo'lmaydi. Masalan, bizning vatanimizga o'xshash, Sharqi Turkistonga o'xshash cho'ng ko'zir yo'q. Bu bo'sh ko'zir emas Xitoyga seçtiğinde. Xuddi 5 so'zimning 5 degandek, Hong Kong, Tayvan, Tibetlar chiqib ketsa, Jungoning bir cho'ng davlat bo'lish shu reallik oshmagan bo'ldi. Ammo bizning vatan mustaqil bo'lib ketsa, Xitoy Sadichin Sipilning ichiga qaytadi, bu aniq. Shu nuqtadami bu yerda nayt strategik masala, yana bir o'tgan yil xabarimlarda bor, bizning qonun chiqib bo'lguncha zaten shu muzokaraga kirgan vaqtning o'zida Xitoy amaldorlari Amerikaga kirib haftalab yetib oldi desak bo'ladi. Bu yerda men Amerikani bu masalaga seçtiğinde hech qanday bir suiqasd boshqa narsalarni unda qildi deb o'ylamayman. Chunki bu yerda sen dushmaningni yo'qotish uchun sening qo'lingda eng cho'ng yaxshi ko'zirdan eng yaxshi foydalanishing kerak. Ben bunu ko'zir deb turib desak. Demak, yo'g'im nima desa, Amerikaning mushu qadamni bosadigan qonun chiqmadi.
bu her türlü sebepler var. Mesela ötken yılki kanunun keçip ketişdimi, isim anda koptu, yeni bir isim anda koptu, yeni başka halkla avu, mao degen gaplardan milletimiz mi bunu kelgen çağda Amerikaga bunu taşlap koydu, söylemedi. Mangdi, bunu yalgan qilsa qilmaydi. Sürgünlük hükümetten xilicik adamlar mesela her türlü təşviqat, her türlü işlerini qilib, bu yerda milletimizni to'liq bir ish qilib bo'lmaydi. Meningcha bo'lgan chaqda mushu qonunning imzolanish muhimlik darajasiga millatimizga bo'lgan mana shunday mustaqillikdek bir shapilning berilish ehtimollik selishtirgan chaqning o'zida qilayotgan ishimizdan kam deb o'ylayman millatimizniki. Agar mening yana hozirgi deydigan gapim ularga Tibetning 2002 yil imzolanib bo'lgan qonuni uni Donald Trump efendim imzoni etib bo'lgan. Meningcha bo'lgan chaqda shu efendimni Amerikadagi sud organlari nimishga ijro qilmadan deb o'tirib so'ylavas kerak. Hong Kongning shundoq, Tayvanning shundoq. Ular imzolanib bo'lgandan keyin buni sud yuqori darajali organ Trump hokimiyatidan nima uchun ijro qilmaysa deydi. Trump hokimiyati undaq bundaq bo'lgan taqdirda o'zida qarshi partiyalar bor. Buning oldini to'sidi. Sen mani imzoladik, nima ishqa maniga kelmaysa deydi. Demakki, mening hozir yana xulosa gapim, ularda yetarli qonun hamma narsa chiqib bo'lgandan keyin endi ular ijroat bosqichiga kirdi. Bizning qonunimiz bo'lmaganlikdan, buningga imzo etilmaganlikdan shu sababdan meningcha bo'lgan chaqda bu hozir kechikdi deb o'ylayman. Inshaalloh mencha ata rasmiy bo'lsa, Avam palata o'tirib qo'yilsa, imzo etilgandan keyin meningcha bo'lgan vaqtning o'zida buningga doir, mustaqilligimizga doir meningcha bo'lgan chaqda qonun har loyihalarning men chiqadiganiga ishonaman. Millatimizga men shunday deb turib tavsiya qilaman. Rahmat menga. Rahmat. Ümit. Endi qisqa chiqib desak, erkin Abdurrahmonlarning degani %100 to'g'ri. Ammo Uyg'ur qonuni ham shunchalik muhim. Endi biz Uyg'ur qonuni loyilanyotdi, yo loyilandi deyli. Shuning bilan to'xtab qolamdik degan gap chiqadi bu yerda. Bizning g'oyamiz faqat inson haqlari yoki lagerlarni to'xtatish yoki Uyg'ur til maktablarini ichib o'tish emas. Bizning maqsadimiz o'tgan bir daf o'tib ketganimizdek Xitoyni talto'kis Sharq Turkistondan quvlab chiqarish. Va chiqargandan keyin Xitoy bizden olgan her bir zarrachilik bizningki aslahalarimiz, mol-mulkimizni qaytarib elish va oqqan qonning bedelini to'latish. Bu bizning g'oyamiz. Bu da'vo bunda tugmaydi. Bu inson haqlaridagi oz to'lib berilgan imtiyozlar bilan to'xtab qoladigan narsa yo'q. Bizning askarimiz qurilishi kerak. Bizning davlat muntazam bir davlat qurilgandan keyin haq-huquqlarimizni bizdan hozirgacha talon-taroj qilingan narsaning hammani zar-zirligicha qaytarib elishmi bu bizning mustaqillik davoning bir partisi, ya'ni davom qilgan partisi. Endi hozir inson haqlari davosidagi bu Uyg'urlarning rasmiy Amerikada bir millat bo'lib tonilganligining bir isboti ma Uyg'ur qonuni endi. Endi bizning qildigan ishimiz butun Uyg'ur xalqininki boyi deb o'tib ketgan siyosiy nayrangvoz satqullarga yo'l qo'ymay agar mustaqillik irodasi zarrachilik qalbimizda bo'lsa, Abdurrahimjon degandek, biz ismimizni oshkorlamasak, xat orqali, email orqali, yoki bo'lmasa yoshirin ismlar orqali nima bo'lsa, Amerikadagi bir davlatga bo'libmi, nima uchun Amerikadagi bir davlatga degan vaqtida Amerika qo'l tiqmay turib, boshqa Yevropa ellari yo Kanada yoki boshqa ellar, Avstraliya bo'lsin, Xitoy bilan put tepishga jur'at qilolmaydi qarindoshlar. Reallik gap qilishimiz kerak. Amerika qo'l tiqmay turib, Angliya, Germaniya, Fransiya, bu Avstraliya, Kanada, NATO davlatlari hech qaysi jur'at qilolmaydi Xitoy bilan put tepishga. Shuning uchun Amerika bir yo'lni boshlab berish kerak. Xuddi shu Tibetliklarningki qonuni Tibetni mustaqil davlat deb e'tirof qilish ve Amerika prezidentiga şu devletlerini mustaqil deb jakalash huquqini berish qonunining loyihalanmasligi bir yerda turib tursin. Ama Sharq Turkistonda shunday bir qonunninki o'tirg'i chiqishi bu yerda Uyg'urlarning endi millat bo'lib, Uyg'ur qonunini qabul qilganlik Uyg'urlarni rasmiy bir irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bir millat sifatida to'niganlik bo'lsa, endi
bu davlatning ishg'ol qilingan to'proqligini biz e'tirof qildirish uchun kurash qilishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun har bir Uyg'urga tushgan vazifa bu yerda. Bir tashkilotga a'zo bo'lish shart emas qarindoshlar buningda. Har bir vatandosh o'zining turayotgan davlatidan o'zining ismi bilan Amerikaningki senatorlarga xat yozadigan o'zininki arzusini ifoda qilish erkinligi bor bir Uyg'ur o'g'li salohiyati bilan. Agar mushuningda kerak bo'lsa, men qanday aloqalashman bu insonlar bilan, qanday email yozaman yoki bu insonlarga qanday men o'zimninki orzuyimni ifodalayman desa, nurg'un yo'llar bor masalan. Email adresi kerak bo'lsa, biz bilan aloqalashinglar, masalan, bu jasorat bilan aloqalashinglar, Abdurimjon bilan, Erkin bilan, men bilan shu hozir sahnadagi ko'rgan qarindoshlarning qaysi bilan aloqalashsanglar, men chin dilimizdan biz shu Amerikadagi san'at ya'ni millat vakillari bilan qanday aloqalashish, eng oddiy uslub bilan aloqalash uslublarini hatto nima deb yozaman bularga desanglar, eng oddiy bir jumla men Sharqi Turkistonning mustaqilligini talab qilma deb yozsa bu shu yetarli. Biz tarix bilishimiz bu Amerika Uyg'urlarning tarixini qarindoshlar. Ba'zida uzun tarix yozib ketadigan ishlar bo'ldi ba'zi maqolalarda. Amerikaningki bu siyosiy yo'llari va yoki Amerika milliy istixboroti Uyg'ur tarixini bizdan undonroq biladi bular. Nim bo'layotganligini biladi. Hatto ashada qancha million insonning qanchalik azob uqubatda irqiy qirg'inchilik uchrayotganligini biladi. Bizning yozayotganimiz faqat biz orzuyimizni ifodalashimiz kerak. Mustaqillik talab qilganligimizni. Agar mushu kelayotgan fursatlardimi yana o'zimizning mustaqillik orzusini ifodalamasak nima bo'ldi desa, boya deb o'tib ketgan siyosiy so'lamchilar opirib bu vatanimizning milliy istiqbolini kelgusi mustaqillik istiqbolini butun Uyg'urning kelajagini nima qildi desa, endi mangulik Xitoyga munqariz qilib berdi. Agar biz mushu hozir uyg'onmasak qarindosh. Mening gapim shu. Rahmat. Bugun bu ishki qonun loyihasi haqida herhalde biroq pek atrofli bo'lmasa-mu biroq tushunchaga ega bo'ldik va o'zimizningki o'ylagan his qilganlarimizni o'tirib qo'yib ketdik va ko'pchilikga o'rtoqlashdik. Vaqt sababi bilan programmani bu yerda oxirlashtiraylik qarindoshlarim. Agar bu ishniki davomi yana cho'ng o'zgarishlar bo'lib xalqimizning diqqatini qo'zg'aydigan ishlar bo'lib qolsa, bu temada yana qayta program qilishimiz mumkin. Oxirida qarindoshlarimizdan yana 2 soatga yaqin 2 soat temada 2 soat 40 minut o'tdi. 3 soatga yaqin vaqtinglardan ko'p rahmat. Doim avval qilib hammalarni Allohga topshirdim. Yana bir ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr. Allohga omonat qarindoshlar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugungi programmada bu qonun loyihasi to'g'risida mustaqillik qonun loyihasi to'g'risida to'xtaldik. Baya umid qarindoshimiz deb o'tgandek nima bu yerda bir narsa bor endi. Bu qonun loyihasining chiqib kelishi tasodifiy emas, shu yerliklarningki tirishchanligining natijasida bo'lgan. Şuna bizde endi bir moda gap bor, ya'ni sen nima qilding, men nima qildim deydigan. Bizda bek yo'g'on yerdan tushunsak-mi, oddiy ish bilan har bir odam qila oladi bu ishni. Oddiy ish bilan boshlaydi. Ya'ni qandoq deganda, boy umid degandek bir jumla gap bilan o'zingiz biladigan tilda, masalan, inglizcha bo'lsa eng yaxshi bo'ladi, chunki u xalqaro til. İngilizce bilseniz İngilizce, Nemisçe bilseniz Nemisçe, Fransızca bilseniz Fransızca, Rusça olsa Rusça degandek. Her tilda biz Uyg'urlar mustaqillikni xohlaymiz yoki bizmi mustaqillikni xohlaymiz. Chunki Tibet bilan o Hong Kongniki mustaqillik qonun loyihasi chiqdi emasmi? Dunyoga bizning haqiqiy irodamizning mustaqillik ekanligini bildirish uchun siz bir jumla gapingiz bilan dunyoga bildira olasiz buni. Bu bakma oson. Telefoningizda qo'lingizga appla 1 minut videoluk gap qilsangiz 1 minut ketmaydi, 30 sekund bo'lishi mumkin. Bunun misali masalan, mayada men bir nima chiqarib qo'ygan. Shuni bir ko'rsatay. Buningda qisqalar
Yani bu bir misal, bunu gösterişimdeki maksat, qarindoshlarım bu nihayet kısa bir videoda, 1 minut bağmaydı, 1 minut etrafında. Bunu mençe hammadan qila oladi. Mümkün bo'lsa qarindoshlarım, hammalarniki vatan uchun, vatanning mustaqilligi uchun ozroq chiqib berish irodanglar bor. Ichinglar o't kuyib bilma. Bu ishni qilaylik. Cho'qim qila olasiz. Agar shu bir jumla gapni yoki ikki jumla gapni yozib bersangiz, biz yozib beraylik, biz bilan aloqa qiling yoki bizning Facebook tor betlariga yozib qo'ysak bo'ldi. Va yoki yangi oddiy usulda agar men toza so'zlayolmaydim desangiz, bir varaq qog'ozga yoziblar, boya degandek Independence for East Turkestan degan xatni yoziblar, bir taxtaga chaptablar, tutib turib 1 minut ya 20 minut videoga eliblar, shuni ko'rsatsangiz-mu, shu ovozingizni dunyoga yetkazganligingiz bo'ldi qarindoshim. Bu ish murakkab bo'lmag'achqa, mushu ishni bir hammamiz ko'ngil bo'lib qilsak, Tibet bilan Hong Kongniki mustaqillik qonuniy loyihasi o'tirib qo'yilgan bir mezgilda dunyoga bizmi o'z ovozimizni yetkaza olamiz. Cho'qim roli bo'ladi buniki. Ko'pchilik rahmat qarindoshlarim, oxirida hammalarga teninglarga salomatlik, turmushinglarga xotirjamlik va baxt tilayman. Xayr, Allohga omonat. Gözlerimden döner gahi bıraktı. Bir uygur gülümse cıraktı. Seviliştiğimizi taşar kırgaktı. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Sevmiştiğimizi taşar kırmaktın. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Yağmur her kaçan dersen bana, en güzel düşlerde gözüm bana. Kıyamlar her kaçan gezersen bana, en güzel düşlerde gözüm bana. Bağrımda gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda gömülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qarayman nimadur özlab. Vatanim osmonidan kimikinda. Kuşlarga qarayman nimadur özlab. Vatanim osmonidan kimikinda.
tutuya her taş her giya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Dıllarga tutuya her taş her giya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim ana Ben seni şu kadar sevindim